Assalamu alaykum hammaga, hoş geldinglar. Bugün biz bu yerda Dünya Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasininki doim o'tkazayotgan adabiyotimiz suhbatlarining bir qismi sifatida bugungi qismini shu ayollar maxsus ayol qalamkashlar uchun atadik. Shu munosabat bilan shu mujorat hayotimizda qalam tutib ruxsatni mengayotgan aziz singillarni, do'stlarni bu yerga chaqirdik. Bugün bir yerde biz nazariya, edebiyat haqidagi nazariya, she'riyat yoki proza haqidagi nazariyalarni emas, balki biz o'zimiz yo'l qilayotgan, o'sha o'zimiz shug'ullanayotgan o'sha adabiyot sohasidagi biz yo'l qilayotgan masalalar, adabiyotimiz duch kelayotgan qismatlar, fojialar yoki bizning realligimizda bizning ishimiz qilayotgan masalalar, yana bularning tutishning qanday imkonlari bor, qanday oldimizda fursatlar bor, bular haqida nima bilan qilishimiz kerak. Bu ishlar ichida biz Uyg'ur qalamkash ayollarininki ovozi qancha chiqyotidi, rolimizni qancha joriy qildiryapmiz, yoki biz qanday xalqimizdan biz nimani kutamiz, o'zimizdan nimalarni kutamiz degandek shunday biz real masalalar erkin ozoda bir suhbat qilib maqsad bilan chiqdik. Hammalar xush keldinglar yana bir qatam. Rahmat. Endi men bu suhbat qatnashgan hammalarni bir tanishtirib o'tay dedim. Endi ba'zilar bilan da tanish bo'lsak, ba'zilarni tunji qatam ekranda yuz ko'rishimiz. Şunlaşqa endi bir tanıştırib dedim. Men Rayla Kamal hammalar bilisizlar. Abida bir yerga bugün A bilan boshlangan ismliklar yig'ilishlar shu elitlar tartibini sizlarni. Abida Abbas Nasrin bizniki usul she'rlar bilan to'nimizga uzuq berayotgan, uni hozir she'rlar texmo she'rlardagi yangiliklar ustida texmo izlanib, o'zini texmo takomillashtirayotgan she'rda ko'p izlanayotgan bir tirishchilik singlimiz, shoiramiz Abidaniki she'rlarini bilmoqchi bo'lganlar, texmo ko'proq bilmoqchi bo'lganlar Abidaning e'lon qilgan bir she'rlar to'plami bor, turnalar deb. Shu she'rlar to'plamiga murojaat qilsa balki ko'zlagan maqsadlarga yetadi deb qarayman. Qanday Voy uncha olamasa-da, bek ortiq maqtayapti. Hozir to'plamazligi keyin nima qildim, oldin qaytam borganda deb. Ko'p she'rlarni ajoyib yoqtirdim. Sizlar mushaxis so'zlashiman deb sizdan bir ikki qaytam qilsam aloqa qilish bo'lamidi, xabaringiz bor? Shunday odamga ko'p o'ylantiradigan, ba'zilari hatto shunday sizning ishingizni yozayotgandek, sizlar yiningizda turib siz bir bilan deb berayotgandek ajoyib esil she'rlar va Abidaning. Rahmat eda. So'g'ingizni suyundim, rahmat. Rahmat. Ondan nimna yilda Abidaning Arzu iman g'amko'z. Arzuni men jiq bilmayman. Endi bu arzu siz o'zingiz bir tanishtiring. Ma'qulman, nizam tanıştıray. Ben Arzugül deb chaqirdi asli. Uydagilar. Machetere chiqib gülümle diyemey, gül tashlayotdik. Bu Arzu mu chiroyli-da? Men 2008'den başlagan yazıqchilikqa, endi vatanda başlagan hesap shu to'liq o'tirgan vaqtlarda. Keyin shu vatanda bundaq avangard yosh shoirlarning harakatlari shundaq yaxshi ketayotgan bir mezgilda qanday desam bo'lar. Vatandagi shoirlarning ben gipimni topolmay qoldim, meni pastlasam bo'lamdi. Ya bu isingiz kelgan so'zlar o'rganishdan bo'lmaydi. O gaplarni deb tushunmay bo'ldim. Men Arzugül hozirgi Gollandiyada yashayman. Vatanda jiq to'plamlari she'rlarim chiqqan, hikoyalarim jiqroq yozma, hikoya, povest, she'r. Hatta romanımı başlagandım, lekin faqat tugutamadim, yozolmadim, yani to'xtab qoldim hozir. Bir mezgil hozir 3-4 yil bo'ldi, ijodiyatdan tamamen to'xtab qoldim.
To'xtab qolganligingizni, menga to'xtab qolganligingizni bildirmaydi de. Yo'q, yo'q, albatta undaq emas. Menga to'xtab qolmayman, bir kun Xudoyim bo'lsa boshlayman. Arzugulni bildik. Endi Aygül Alim Tamca deb taxallus bilan taratqulat ko'ryapmiz. Aygülni yaqin aytib tirishayotgan mo'g'ulsulluq bir shoirlarimizdan birisi. Aygül singlimiz Avstraliya Adelaide turdi. Aygül shunday deyman. Rahmat edi. Endi Amina White Sadep. Bunimiz bu Amina'mı özünü şiir yazdı. Onun bir qeyb şiirlerini Türkçe tercüme oldu. Tercüman hem tirishchan 1 minut 1 sekundimi bekor o'tkazmaydigan o'ntalimba bir sonimiz. Amina, siz hoş geldiniz. Ijodiyatlarga Şu bugün suhbatga qatnashadigan singillarni asosan tanishtirib qildim deyman. Kim qamidi. Bir singilimiz bordi, u qiz imtihonga shuning uchun qatnashamay uzr so'rab qoldi. Tog'alarimiz to'liq bo'ldi. Aysman tanıştırmadınız. Aysman tanışığı için kırdığı demişti. Bu kızın şairi o. Şair şu demek o, ben okumaya kaldım. Oy, rahmat. Oy, tanıştığımızdan buldur. Hamma salam. Aleykümselam. Endi işte özara tanışıp aldık. Bay deganimdek endi bu maxsus bir nazariyalarni asos qilib so'zlaydigan, to'g'ri xato deb so'zlaganlarimizni ayiradigan bir so'rin emas, erkin suhbat so'rini. Shuning uchun tatinmay, men xato so'zlab qo'yamanmi deganlarim boshqacha qilamanmi degandek o'ylab bo'lmasdan nima o'ylagan bo'lsam shularni deb erkin azoda paranglashayli. Şunun bilen endi suhbatimizga kirib ketamiz. Endi bugun bay deganimdek Dünya Uyg'ur Yazuvchilar Uyushmasiniki o'tkazayotgan to'g'ri suhbatlarning ichidagi biz uchun ataldi. Ya'ni muhojiratdagi Uyg'ur adabiyotidagi ayol qalamkashlarning ovozi degan temasi bo'lyapti. Hammamizga ma'lum Uyg'ur adabiyoti desa biz esimizga keldigini biz tug'ilib azroq tushunishni bilgan bizatib olgan allay naqshlardan yoki bu mo'minlarimizning cho'chaklaridan tortib keyin bizning qalb tuyg'ularimizni uyg'otgan bizni o'ziga mahliyo qilgan qo'limizga qalam oldirgan shu adabiyotimiz esimizga keldi. Har xil shakllar bilan esimizga keldi. Shunday bir go'zal adabiyotimiz krizisga yuz bermoqda, turmoqda qismati vatan e'tiborlarini desak, bu texniklik vatan ichida yaqinqi vaqtlardan buyon g'uj ovoz bor, kimlarning mikrofoni o'chiqmi? Kechirsizlar, bu taqvidlar yomon g'ujuldab ketib bordi. Nereden taqaymiz? Mikrofon bayan besib qo'ysanglar bo'ldi. Vatan ichidagi adabiyotimiz bo'lsa, shu natijalarda texnik ig'ir krizis yuz berdi. Bu hammalarga ayon bu gaplarni so'zlasak kunlar yetmaydi. Bütün biz biladigan, biz so'yib o'qiydigan turli kitoblar yig'ilindi, gazet jurnallarimiz bo'libmi, adabiy jurnallar, yerlik jurnallar butunlaylam to'xtagan edi. Yaqinqi vaqtda yana qayta asli keltiribdi. Ama biz onu torlar orqali ko'rishimizcha u jurnallarning hammasi qaytadan qip-qizil bo'lib chiqayotganligi ma'lum. Kim shu Kommunistik partiyaning so'ziga ma'qul kelsa, shular sizab bergan, shu sizga uyg'un kelganlarning, shuning ichiga kirganlarning asarlari e'lon qilingan, shu mazmundagi asarlar e'lon qilinayotganligini ko'ryapmiz. Bu bizni intayin ichindirdi, bizni qayg'uga soldi. Shu qalam tutgan bizning sevimli qalamkashlarimiz ularning jiqqi shu zindonlarda 2020-yildagi bir qitimliq ma'lumotda yezi qishloqlardan tortib turib yig'ib kelgan chog'da 3000 cho'ng kichik qalamkashlarniki tutqun bo'linganligi o'tirg'i chiqilgan edi. U Erkin Osiyo radiosida e'lon qilingan. Keyin ba'zilari qo'yib berilgan bo'ldi, ba'zilari nazorat turayotgan bo'ldi. Ish qilib mayli nimali bo'lsin sababsiz 3000 qalamligisining tutqunga ilinishi bu bir
dünya bir medeniyeti kılıngan bir hücum. Bir insanlıkni vayron qilish bilan baravarda 3000 odamni nimga yig'ilish degan. Başına ağır krizler yüz berdi. Mana ilhamı bizniki söyümlük yazgıçılarımızdan Ferhat Tursun deymiz, Jalaldın Abdülkadir deymiz. Andın ayal kalemkeşlerimizden Halide İsrail, Gülnisa İmen Gülhan degandek isimlerini hürmet bilen, sevmişler bilen tilga aldığan yazgıç şairlerimiz türmelerde, zindallarda ilham yettiğilik. Ular vatan ahvali bolsa u, vatan sırtıda bolsa, vatan sırtıda bizning halimiz gerçi qancha tirishayotgan bolsaqmi, lekin biz o'ylagan yerlarda biz yo'q tehi, biz o'ylagan, biz orzuqan yerlarga yetmadik. U yerlarga yetish, ya'ni bizning tirishchanligimizga, uzluksiz izlanishimizga bog'liq deb o'ylayman. Vatan sırtıda mesela bir devletning tilini o'rganish, ularning madaniyatiga singish yoki bo'lmasa oila, turlik tirikchilik degandek uning sırt nurg'un boshqa bir avarchilik yoki qiziq deyishlik nurg'un real hayotlar nurg'un qalamlarni to'xtatib qo'ydi. Ular shu real hayot ichiga cho'kib ketgan bo'ldi. Shunday ishlar tufaylidan chet eldagi bizning adabiyotimizning ahvolimiz shunday nurg'un sabablar tufaylidan. Endi bularning ichida endi mayli oz bo'lsaqda, ko'p bo'lsaqda, vatan ichida ular qalamkashlarimiz turmalarda, zindonlarda bo'layotgan bo'lsa, vatan sirtida bizchu biz erkin dunyoda yashayapmiz, davatimiz, biz mush erkinlikdan qanday foydalandik? Fikr erkinligimiz bor, qalam erkinligimiz bor. Hech kim tatib olamaydi uni. Biz undan qanchalik foydalandik? Mayli qanday sabablarni ko'rsatayli, mayli bizning sebeplerimiz özümüzge yolluk bulsun, bulmusun, lekin şu vatan içinde ingravatkan bizning hemşerilerimizning şu qalamkash ayol qalamkashlarimizningki ovozlarini biz dunyolar qancha yetkazaldik, ular haqida nima bilan dalaldik degan savollar menimcha har birimiz o'ylaydigan, bo'linib qoladigan muhim masalalarning biri deb qarayman. Shundaq ahvol ostida hamda shu realligimizga ahvolimiz shundoq bo'lyotdi, qo'limizdan bir ish kelmaydi deb umidlik ichida turamdik. Ya biz qanday qilamiz, qanday qilsak shu qiyinchiliklarni yengib oldiga manglaymiz degandek masalalar, savollar o'ylanib o'tgancha biz yani qanday qilsak bo'ladi degan imkonlarni izlanish meni turgan chog'da navbat bizning ta'xirsiz ishlarimizning biri deb qarayman. Endi bu haqda yana shu so'zlasak sözümüz tügümeydi hem de bu çünkü pek çoğun temalarının birisi bu temalar. Hem de konkretli bir temalarni içine kirsek, texma hem de bunun dekin bir söhbetni yaxshi berishimizni foydali deb sizlarga azroq savollarni qoldirdim. Shu haqida o'rtoqlashib fikr qilaylik. Hem de boya deganimizdek ahvollarimiz shunda bo'lyotdi. Vatan içinde andaq, vatan sırtı bolsa şundaq imkanlıklarımız var, hem imkansızlıklarımız var. Hem biz üçün fırsatlar var, hem bu fırsatını tutuş bir fırsatımız az degandek şundaq qilgandek bizni qayg'urdigan, qayg'u saldigan, yoki bizni ikkilandirdigan da ahvollarni aytib ko'pda. Endi bo'lib shu Uyg'ur ayol qalamkashlarniki biz ailemizden uydurudan çıkmasak olmayan öyde bir anı bulunuz. Bir yer işlemesek yanı bulmayan çetel hayatı naydı, realli hayat. Bir onun uydurudan çıkmasak olmayan bu yerde bir rolümüz var. Ondan baş kolumuzda yanı bir kalem var. Bu kalemin siyasını kurtup koymasak yanı tehe. Bu çağdaki vazifemiz yanı eğir boğatkan. Mana şundaq ahvollar ostida biz men bir ayol kishi bo'lgandan bo'lgan nima ustimga cho'ng zo'r ig'ir bo'lgan bu vazifani olaman. Bundan men o'zimningki oilamni odisini yaxshi boshqarsam, bolalarımni yaxshi tarbiyalasam bo'ldi-ku demdi. Qanday qilamiz? Nima uchun Uyg'ur ayol qalamkashlarning Uyg'ur adabiyotidagi roli bunda cho'ng deymiz? Endi hozirgi rol qanday bo'lyotdi degan yana bir mesele kelib chiqdi. Shunga shu Abidaniki bir qanday o'ylar bor ekan, Abida nimalarni deydi ekan,
Abide deb bo'lgandan keyin Abidaninki deginiga to'liqlaydiganlar bo'lsa, ularning fikrlarini bir anglab baxsaq deymiz. Undaqda mikrofonni Aminaga berdik. Amina merhamet. Abide dediniz-mi? Raylarda. Mikrofonunuz itilib qoldi raylarda. Itilib qoldimi? Abide sizni taklif qildik, Abide. Ha. Bir-biringlar qo'yib Abide, Amina qo'ymay qilishsin. Shu savolni qapmay qayta qisqa bir takrorlaydan sizda. So'ramoqchi bo'lgan savolni. Uyg'ur ayol qalamkashlarning Uyg'ur adabiyotidagi roli va o'rniga qanday qaraysiz? Bo'libmi biz yo'liqayotgan mushu hozirgi real vaziyatda siz qanday qaraysiz degan bir savol ketkizdik. Meni qarshimda baya asos hozir bizniki diasporadagi hayotimiz va vatandagi ahvollarimizni qisqa bir shaklda siz bir umum xulosa qilib o'tgan bo'ldingiz oiladan. Chet elga Uyg'urlarningki bo'libmi hozirgidek shunday bir sharoitda asosliq vazifasi shu bo'ladi deb qarayman. Buningki birisi o'zimizniki milliy mavjudligimizni saqlash bo'lsa, yana birisi shu lagerdagilarni qutuldirib chiqish uchun qo'limizdan kelgan harakat qilish bo'lsa, yana biri o'zimizniki ona tilimizni, adabiyotimizni saqlab qolishga, qo'g'dashga kuch chiqarish shu bizniki eng chong bo'lgan bir ish vazifamiz deb qarayman. Endi bu nuqtadan aytgan vaqtida biz chet eldagi ayollar qanchalik kuch chiqardik, kuch chiqardik degan kelsak, endi biz shu qalam sohasida, adabiyot sohasida tug'anlar endi boshqa Uyg'ur ayollari qaragan chaqda herhalde azroq bir kuch chiqqandek qilsakmi, yana albatta yetarli emas. Chunki birimiz endi shu chet eldagi har birimiz nurg'un bizning vatandagilarningki ularning kutayotgan umidlarida ashlarningki qon va to'lagan badallari sababini bilishadi, yashayotimiz erkin bir holatda. Biz nurg'un narsalarda shularningki shu zulmlarningki, shu tortayotgan jafo mushaqqatlarningki, ashlarningki tortgan jafolarningki badali sifatida biz bir yaxshilikni yoki ba'zi manfaatlarni qo'lga keltirib yashayotimiz masalan chet elda. Bundan bo'lganligi uchun mayli mas'uliyat nuqtasidan bo'lsin yoki bir vijdoniy, bir odamiylik nuqtasidan bo'lsin, bizningki mas'uliyatimiz aqliy nuqtadan aytgan vaqtda haqiqatan kuchli ekan. Birimiz hatto 10 kishilik yoki 20 kishilik darajada bir odamga yuklangan darajada bir vazifalarni ustimizga ilishimiz kerak bo'ladi. Ammo biz chet eldagilarningki sharoitimiz bor, vaqtimiz bor, fursatimiz bor yoki iqtisodiy jihatdan biroz o'zimizdan ishingan bir holat turib qilolmasligimiz nimadan derak berdi degan vaqtida bu faqatla bo'shanliqdan emas, salqarg'anlikdan emas, mening qarashimcha bo'lgan chog'da bizdagi psixikalik besimninki balki ig'ir bo'lib ketganligidan deb qarayman. Ba'zi vaqtida vaqtimiz yo'q emas, vaqtimiz bor, sharoitimiz bor. Masalan, ma'lum bir ishni qilaylik, shuningga bizningki kayfiyatimiz yor bermay qoldi. Bizda shu qadar tushkunlik ig'ir bo'lib ketdiki, meningki his qilishimda Uyg'ur ayollarida bo'libmi bir his tuyg'uga boy bo'lgan Uyg'ur qalamkash ayollarda shu qadar boshqalar qaragancha texnik tushkunlik, azoblanish shu qadar ig'irki, qilaydigan ishni ham qilolmaydigan shunday bir ro'yi holat bor. Lekin shunday kayfiyatni yengib turib ish qilayotganlar haqiqatan madhiyalashga arziydi. Shu nuqtadan men qo'ldan kelganini qilayotgan, qo'lda qalam tutayotgan, adabiy ijodiyat bilan shug'ullanayotgan va o'ziniki adabiyotini o'zimizdan, adabiyotimizni, ona tilimizni qadrlash uchun qo'lidan nimaga shuni qilayotgan shu ayollarga va butun qarindoshlarga rahmatimni bildiraman. Ammo buni yetarli emasligini men e'tirof qilaman, bizning qilayotganlarimiz haqiqatan yetarli emas. Rahmat Abide. Yana qaysilardan to'liqlab qildiganlar, so'z qistirganlar bormi? Mikrofonni ochib so'zlasanglar bo'laverdi. To'g'ri. Hozir Abide dedi, shunday yana mush vaqtlarimizda qo'lga qalamni olgan har xil sohada, masalan, mayli she'r yozsin, mayli hikoya yozsin, yoki tarjimonlik bilan shug'ullansin va yoki adabiy axborotlarni yozganlar bo'lsin. Bularning hammani yana biz hurmat bilan tilga olamiz. Vatan ichidagilarni hozircha demaydisak, vatan sirtdagilar
sizde bulunayotgan gap uchun vatan sirtidagilardan bir qanchalarni men tilga ilishni loyiq ko'rdim. Masalan, vatan ichidimi o'z vaqtida ta'sir qo'zg'agan hozir Avstraliyada yashaydigan Salima Kamal odam shu vaqtda til tatib dağlıq ədəbi axbaratlar bilan nurg'un yaxshi uchurlarni shu bir bo'shliqlarni tepib yurib nurg'un yaxshi uchurlarni bizga bergan. Vatan sirtida hozir ishni cho'ng bo'lishiga qaramasdan elam izni beshdan o'tganlari o'z ko'rganlari asosida yaxshi aslim xarakterlik asarlarni yozyotidi. Ondan sırt ana til bilan Uyg'ur tilininki saqlanib qolish uchun ko'p kuch sarf qilyotidi. Salima Kamal odamga cho'nqur rahmatimni mishadki barliq do'stlarimning nomidan bildiraman. Salimada teningiz omon bo'lsin, yaxshi turing. Uningdan sirt Salima odamdan boshqa yana nurg'unlar bor. Masalan, Miyassar Abdulhad Hamdan singlimizmi üzüksüz tirishayotgan, o'zini shu ishlarga beg'ishlagan bir fidokor bir singlimiz. Qandayga hurmatimni bildiraman. Ziloyat O'tkir do'stimiz bor. Kanadadan Gulshan Abduqodir bor. Yana balki men til ismini tilga olmagan boshqalar bo'lishi mumkin. Hozir esim kelganlarim shundaq. Hammanglarniki qalamlaringlarga, vaqtinglarga barakat tilaymiz. Texmi tirishinglar. Sizlardan texmi zo'r umidlarni kutamiz. Rahmat dada. Mattimida agar boshqa fikr qilganlar bo'lsa, men qisqacha o'zimning bir o'ylaganimni o'rtoqlashay. Bo'ldi, marhamat. Kelim mag'ribcha ovozim faqat yaxshi emas degan. Ovozim chiqayotamdi ya? Yaxshi. Shunday yaxshi chiqardi. Assalomu alaykum, suhbat qatnashgan barliq xonim qizlar. Men bu temada Abida sonimizniki Nasrimning fikrlarini qo'llayman. Demisimi bizda hozir og'ir bir tushkunlik, umidsizlik bo'libmi? Bu umidsizlik shu biz qalamkashlar haqida so'z qilayotganda men oldi bilan mushdan ko'z tutib turib deyman. Masalan, bu umidsizlik xalqninki muhojiratda xalqninki qo'llashininki yetarli bo'lmasligi, adabiyotga ko'ngil bilishning yetarli bo'lmasligi, masalan, deb aytsak bugungi suhbatga mana asosan 10 odam kiribdi. Bu suhbatni qiluvchilar qatnashib qo'yibdimiz buni. Amniyatda adabiyot bir millat uchun aytganda nihoyat muhim. Bo'libmi bizga o'xshash irqiy qirg'inchilik uchrayotgan, o'zining tilidan ayrilib kelayotgan, biroz ilgari raylardan deb o'tdi, vatanda 3000 ga yaqin qalamkashlarimiz turmalarga solinib yo'q qilganligini. Demek biz muhaciratdagilar shu vatandagi shu 3000 sonni to'liqlayamizmi, ish bo'lmasa 300 yoki 30 bo'lib, kuchli bir qalamkashlar qo'shunini asli barpo qilishimiz kerakdi. Ya'ni bu bizning yozishimiz, biz xalqdan ilhom olamiz, atrofimizdagi muhitdan ilhom olamiz, masalan, boshqalarning qo'llashidan, bizga bo'lgan hurmatidan, shuni muhim deb qaraganligi bizga ilhom bo'ldi. Biz muhaciratda raylardanmi shu, o'tag'an Abida sonimizmi shu, Aygulmi shu, hammamiz shu. Biz bu yeziq orqali, yozayotganlarimiz orqali oilamizni qamdamaymiz masalan. Hammamiz boshqa bir tarafdan o'zimizning iqtisodiy kirimizni yoritib, shu xalqimizga fidokorlik bilan yozyapmiz. Men masalan nurg'un narsalarni tarjima qildim, shu Uyg'ur she'rlarini to'ntimiz deb men kuchimga yetishicha masalan chiqtirishchiliklarni qildik. Biz bundan iqtisodiy qimmat yaratgandik deganda yo'q. Hech bir iqtisodiy qimmat yaratmaymiz. Biz faqat shu adabiyotimizni saqlab qolamiz. Yani edebiyat saqlanib qolganda bir millatning tilini saqlanib qoldi, madaniyatini saqlanib qoldi, tarixini saqlanib qoldi. Yani bu mush tarix, madaniyat, kultur degan narsalarning hammasi edebiyotning ichiga kirib ketdi. Masalan, tarix romanlar yozildi, she'rlar yozildi, maqolalar yozildi, har turdagi, har xil janrdagi asarlar yozildi degan gap. Shunlashqanda meningki xalqimizdan umid qildig'im shu qalamkashlarni, shu yozayotganlarni bekrak qo'llasak, yozilgan asarlarni o'qisak, nashr qilinayotgan kitoblarni setib olsak, endi bu orqali o'zim boshqa ish qilmasakmi, biz hozir hammaga borsak deydi-ku, biz hech nima ish qilolmadik, vatandagilarga hech nima ish qilolmadik. Butun odamning deydig'ini shu. Endi biz bir ish qila olamiz. Masalan, Abida sonimizning yozgan kitobimizni setib olamiz. Yoki boshqa bir sonimizdan yoki boshqa bir akimizdan nashrdan chiqqan kitoblarni setib olib o'qiy olamiz. Mushmu endi bizningki millatga qila olgan kichikroq bir ishimiz bo'lib qoldi. Shuni men shunchalik o'zimning o'ylaganimni shunchalik o'rtoqlashay. Ko'p rahmat Amina. Deganlaringiz haqiqatan to'g'ri.
Yana başka qo'shimcha qildiganlar bormi? Undaq bo'lsa, endi Obidadan yana bir savol bor. Bu savolni hammalardan ortiq bir so'rayman. Obida bir shoir. Shunashqa shu she'r haqida bir gap so'rayman-da. Nazriya emas lekin bu. Agar Obida sizga she'rni bir jumla bilan izohlab bering desa, nima degan bo'lardingiz? O aytqili olmaydigan bir so'zning o'rnini bosadigan narsa deb ifodalashi mumkin. Bu da bir qitim daha. Aytqili ifoda qilg'ili bo'lmaydigan bir tuyg'uning o'rnini bosadigan narsa deb ifodalashi mumkin. Qattiqqa buni. Bunda mushu tuyg'ularingiz aytqini bo'lmaydigan bir so'zning o'rnini ifodalaydigan bir narsa bo'lishi mumkin dedingiz. Unda qilsa o'zingiz yaxshi ko'rgan, o'zingizning bo'lamdi yo boshqalarning bo'lamdi, o'zingizdan yaxshi ko'rgan she'rdan birini o'qishni taklif qilamiz. Ma'qul bering. Undan so'ng men kitobni qo'lga olay. Qandaroq she'r o'qib bersam bo'lar. O'zimning kitobimni oldim. Pek uzoq bo'lgan o'qib bakmalı 2016'da yazgan, 2015 yazgan bir she'rim var ki aşını o'qib beraymi? Bo'ldi. Kafiye vaqtlarimda yozib ekanman, lekin she'riy tuyg'ular bor ichida. Bo'ldi. Qo'rqimiz sizda. Sana bağışlayman. Senden yiroq bir joyda sana ro'baro o'ltirdim qalbimda. Hech kimga hech bir vaqtda aytib baxmagan so'zni aytish uchun. Hech kimga qarab baxmagan ko'zimda beqish uchun. Hech kim ko'rmagan bir yuzni berish uchun. Hech kimga so'qmagan yurakni anglatish uchun. Ko'zimda zumratlangan, levimda ranglangan, yuzimda zarlangan, jinimga o'tkazilgan dil tumarni rasidi pokliqim bilan sana esish uchun. Basmoqchi bo'lgan izlaringga kirish uchun. Barliqingda qizil xaldek chenish uchun. Nazik canni qovul canğa besish uchun. Ahdilarni yeshilmasga chekish uchun. Bir aynakda bizni billa ko'rish uchun. Sen qarig'in ko'zlaringni amo qilib, vafo ahda sadoqatni jamgoh qilib, ko'rib harma qinib huzurlang'in surib, kechib olg'in muhabbatni atir qilib, yidlarimda uzib yurgin okyan bilib, baygilarda tang mangimiz yuksilimiz, ilib yurgin jondek meni ruhing bilib, bir qadahga to'ldir meni zamzam bilib, tinmay bir rat ichivatgin nurdek yinib. Harma cinim səpiringdə hərgiz talma, mağdurungda mən bardurmən məngü qilib. Tuncilerim bilen sana melhem bulay, aşkın yürekni, ömrün gimu yetip aşar kömgin tilekni. Sen bilsen, yes kılsan, her halde bolsan, bir söygünün seni söygen abbaq yürekni. Əsligəndə aval külüp işenç tapsan, u ölmeydi o zindanında vapa sezip. Tapalmaysan nazukundek bir tekrar gülni, nur üstüge nur kongan mesture hörni. Sen hemzem men elifin, işıq sözü bizden birikken, məngü sözü yengini bulup bizge tikilgen, kimmu bizdek ruh görüşüp çin söyüşken, quyoshni mu aciz bilip nurgu çöküşken, cheksiz izhar yanar cinim qalbim hayacan, men taşalmay jemip durgan magımılık volkan, nemi desem az kilodu yaru canımga, sözlerimning aksi yanar desem tağlarga. Avazımda izin bardur izdiringda bayanım, sen şahzadem zeberhitlik seltenet taxtım. Sen tuğulgan aşı günde bahar tuğulgan, sen tuğulgan aşı günde qaygı yıpılgan, sen tuğulgan aşı günge menmi tuğulgan, ölmepti men əsla sendi tuğulgan. Tuğulumen ümidim sendi sanaqsız, her tuğulsam aşığın men bilisen şeksiz.
Qızıl güldü kiydim gültaj lali yıpıncam. Qızıl libas səndi güldü şəpəq silincam. Qızıl qandı məyin aqqan qızıl aşıq mən. Qızıl rəngdə içilmaqqa tutqan ğunçu mən. Mən seninki, sən meninki, həmmimizninki. Mən barlığım, sən barlığım, visal ümidki. Mən bir miqdar səndə xaslanğan, sən bir miqdar məndə xaslanğan. Ölçəyəlməz, həm biləlməz heç bir xalığan. Bir mizanğa qoysaq əgər işqim bisilğan, bir tərəfdə işq əhli çul-çul çaqılğan. Rəhmət. Tez uzaq yırtılıb, kime vaxtılığına. Bek çıraylı. Kan tığılğan aşıkında bahar tığılğan diyen yerdir. Bek çıraylı. Rəhmət Abide. Sizlərgəm rəhmət, Allah beynalaşın. Arzu çıkıp kaldı mı? Hem de arzu bir sual. Ben çıkıyatmadım, su iç balayla kamerayı yedim. İşçinin hazır sözlersiz. Arzu bir sual geldi. Hem de biz bayağı muhaciretteki Ayal Abdullah'ın avaz bolumuz dedik, bilimizin keşfikatımız dedik. Hem de muhaciret Ayal Abdullah avazını yeterlik anlatıvatarlamdı. Eğer anlatılmagan bolsa, şu anlatılmaslık sebeplerini qanday düşünüş gerek? Meşakt özünüzün bir oyluğanlarınızı da baksanız. Neymi sebepten avazlarımız yeterlik anlanmayıvatıdı? Muhaciretlik Ayal Abdullah'ın avazı yeterlik anlanmayıvatıdı. Anlanmayıvatıdı. Boğanda ben başta oyladım. Bizim bir muhacirette bir vatandagidek bir keng milyonlagan bir okurmenimiz yok. En burun. Özümüz yazganı köpünçe özümüz okuymiz. Şuna avazımızda qançalik anlatalsak, qançalik çıkarsak mı qancha adam anladı, qançalik adam qabul qildi, qançalik adam adabiyat ko'ngil bo'lyapti. Onu bilemeyivatımız çünkü okurmen az. Köpünçe falda özümüz yazımız, özümüz okuyumuz, yakınlarımız okuydu, ola bahalap berdi degandek, ola şu öz aralan bo'lib qoldi edebiyat aslida. Xudo hozir bu yerda muhaciretlik Ayal Abdur deb altımız qarang'ishayotgandek, muhaciretlik edebiyat mı shundoq? Faqat yozuvchilar jamiyatining ichida, bir WhatsApp to'plarida yoki Facebook saytlarida degandek. Men shundoq o'yladim. Avazınız çıkmadı. Nazire. Hani çıktı. Okurmeni az davatsız siz hazır. Mesela ben bilen şunu okuyduğun yani adam yok, kitapxonlar yok. Şunun için bu çıkamayıvatıdı edebiyat. Bu texmi Ayal Abdullah'ımız bilen texmi şundaq deysizde. Biz hem az hem bunu okuyduğun kitapxonlar okurmenlerimiz yok, davatsız. Bu mu bir sebeplerden biri? Onun keyin mening o'yimcha men bunday bir sababni aytib qo'ygim keldi. Sizning sababingizga ovozimizni altamaslik degan bir sabablar ko'proq biz o'z tilimizni yozamiz, masalan, Uyg'urcha yozamiz. To'g'ri. Bu uyg'urlashtirilib qoldi. Balkim o'qiydigan bizning o'qirmanlarimiz Uyg'urlarla bo'ldi. Siz degandek cheklikli o'qirmanlarimiz bo'ldi. Mushu til o'tkili bu bizniki ovozimizni ko'proq anlatolmasligimizniki yoki bo'lmasa o'zimiz joriy qildirolmasligimizniki sabablarning ya'ni birinikin deb o'ylayman men. Ya'ni qo'shimcha qilib bunga qatadiganlar bormi? Aslida hammamiz mesela bunda qilib baksak, hammamiz özümüz turvatgan yerning, özümüz turvatgan davlatning tilida yoki dunyoviy tillarning birida asar yozib, masalan, dunyoviy o'qirmanlar nemini jiqroq o'qiyotidi, nemi ko'ngil bo'lyotidi. Ashlarning ko'ngil bo'lgan nuqtasini tepib turib, shu yerdan chiqib, andan o'zimizning dardini yoki Uyg'ur ayol yozuvchilarning ovozi bo'lsin, yoki vatanda turminal so'langan Uyg'ur ayol yozuvchilarning ahvolini qilayotganlarmi bor, Facebook'tan ko'ryapmiz. Biz bu ashlarga bekarroq kuch chiqarsak, o'qirmanlarimizning soni Uyg'urlardan halqib, boshqa millatlarga yayilgan vaqtida bizning adabiyotimizning, bizning ovozimizning bir kuchi bo'ldi deb o'ylayman.
Elbette. Bu hazır yani biz keldiğen temalardan birisi şu. Ha. Bu to'g'riliq yani bunu kelimiz. İşte hazır endi şu işte sebep neymiş ki anlatamayapmiz, yeterlik bo'lmayotidi deb qo'shin sonimiz oz bo'layotganligi bilasiz degandek. Yani birisi amaliy sharoitimiz til o'tkazib o'tamayapmiz, Uyg'ur yozyapmiz, Uyg'ur o'qirmanlar ham oz. Texmo bundaq dunyoga anglatish uchun tilga ehtiyojimiz bor endi. Müştaq sebepler, sebep. Belki yani iqtisadi sebepin bor bo'lishi mumkin deb. Masalan, nurg'unlar masalan qalami kichik ba'zilar yozamayotgan bo'lishi mumkin. Tili borlar yozamayotgan bo'lishi mumkin. Chunki u visual ketadagi hayot, material hayot, uyning ijorasidaysiz, oilani beqish, nurg'un yolg'iz ayollar bor, o ayollarni bolalarni beqish kerak. Turmushni qamdash kerak. Yana nurg'un ishlar bor. Shuna sabablardan qo'ldan tashlab qo'yganlar bo'lishi mumkin. Shu qo'shnimiz shu sabablardan ozlab ketgan bo'lishi mumkin degandeklarni degim keldi. Amina sizni qaytib qo'ydingizmi? Oldu, men kichikroq aytib qo'yay. Bunda endi Arzugulning deganini to'g'ri ma'lumotdan. Balkim men o'ylayman endi chet elda kasbiy vatandan tortib adabiyot o'qigan, masalan, qalam bilan shug'ullangan kasbiy yozuvchilar bek oz endi. Masalan, siz bor, Salima adam bor, Dildor adam bor, Arzugul sonimiz degandek bir qancha bo'lsin-u, lekin umum jihatdan biz masalan hozir yozuvchilar jamiyatidagi nurg'unlarimiz havaskor qalamkashlar. Yani adabiyotni kasb qilib qilmaganlar. Balkim bu sababdan bek xalqimiz yaxshi ko'rgan esil asarlarni o'tirg'a chiqarmayapmiz bilmayman. Amniyatda muajiratda o'sha O'rta Osiyodagi butun dunyodagi Uyg'urlarni hesab hozir 3 millionga yaqin Uyg'ur bor deb ba'zi sonliq ma'lumotlarda 3 million, ba'zilarda 2 million deb kelyotdi. Bu bek oz bir sonni emas amniyat uchun. Masalan, hozir nashr qilayotgan kitoblar 2300 kitob nashr qilinsin-u, kitoblarni 2 million 3 million odamning o'tirsa tugamayotdi. Sizni kitob nashr qilib boqsangiz masalan, nurg'unlarni hadiya qiladigan ashtaq ahvol bo'lyapti endi. Yana yig'ib aytsam, mening deydiganim xalqimiz, muajiratdagi diasporadagi butun Uyg'ur xalqimiz adabiyot nisbatan mas'uliyatsizlik qilyapti. Abida sizning qaytib qo'ydigingiz bormi? Ovozim bormi? Bor, ovoz. Savolni xapmay qaytib takrorlaytamizda. Muajiratda Uyg'ur qalamkash, ayol qalamkashlar ovozimizni qanchalik anglatyapmiz, agar anglatishimiz yetarli bo'lmayotgan bo'lsa, uning sababini qanday tushunish? Bunun sebeplerini bayı bir deb ötep kettik bu. Ro'yijatdagi aletlerimiz yani bizning tushkunligimiz va psixikalik holatda ajiz bo'lib qolganligimiz masalan buni deb o'tib ketdik. Bundan boshqa masalan shaxsan Turkiyada yashaydiganlar asosiyatini Andijon tushunib bo'lmaydigan sharoitda. Chunki hamma narsa qimmatchilik, shunday bo'lganligi bizning Vatan butunlay aloqamiz uzuk bo'lgan lekin masalan boshqa davlatlarda yashayotganlar boshqa shu davlatdagi ba'zi siyosat hamda bunday holatda davomlashtirgan bo'lsin shaxsan Turkiyadagilarga hamda alohida baktirishmasa o yiziqsizlik ijodiyat qilish sharoitlari hamda asosan yo'q lekin o'ziningki shu energiyasiga tayanib davomlashtirish to'g'ri keldi. Shu iqtisodiy krizis bilan Krizismi hamda shu yetarli sabab bo'laydi ovozini to'liq chiqarmasligiga ayollarninki ya'ni o'ziniki qo'ldan kelgan imkoniyatlarni to'liq ifoda qilib maydonga olib chiqarmaslik ham shu sabab bo'ldi deb qarayman. Iqtisodni bir sabab deyapsiz. Chunki butun zehni shu iqtisodiy jiqraq zehni ketib qoldi emasmi? Oygul sizning qanday fikrlaringiz bor? Mening yana bir qo'shilgan faqat birlam so'zim ümidsizlikchi. Chunki umumyuzlik bizning millatimizning ustida bir ümidsizlik bor. Bizda bir yo'riqlikni ko'radigan bir sharoit hozir butunlay yo'qolib ketdi. Unda bo'lgandan keyin bizga nisbatan mayli odatdagi fikrlar bo'lsin yoki odatdagi bir
adam bo'lsin yoki hech qanday bir ish bilan shug'ullanmagan bir inson bo'lsin, oshningdimi ümidsizlik bor. O'zining har qanday qadimiga bo'lsin, mayli kasbiga bo'lsin, u nuqtadan aytganda albatta mushu yeziqchilik bilan shug'ullanayotgan biz ayollarda, biz mushu qalam tutayotganlarda texmi eg'ir bo'ldi. Chunki bizdagi tafakkur odatda asosiyatdan mushu umid orqali paydo bo'ldi emasmi? Xiyollarimiz orqali, armonlarimiz, orzularimiz bilan paydo bo'lgandan keyin buningda bizda bir to'salg'u bor. Men shunday o'ylaydi ekanman, agar shu to'salg'udan bosib chiqansak, balkim yana buningda biz uzluksizlikni davomlashtirsak, qolgan xalq ommasiningki ro'yi bilan, qo'llashi bilan erishadigan narsalar uningdan keyingi bizning natijamizga bog'liq bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat sizga. Endi Arzu, sizdan bir so'rani so'rayman. Agar sizga endi sizning bayman hikoyalarni yozgan degantingiz, men hikoyalaringizni men mehlarda qilmagan qoldimmi? Lekin she'rlaringizni bu to'plamga qo'ygan she'rlaringiz shunday esil chiroyli she'rlar ekan. Endi shu vajdan sizdan o'xshash bir so'rani so'ray. Agar sizga siz bir she'rni bir jumla so'zga chiqinchaqlab bering desa, nima deb bergan bo'lardingiz? Hayatın abidenin diginliğime ama ben koşulgan. Abide asken davaka vakti ben kalımda oylavatkandım diginini. Ben başka bir nesideyim. İnancı boğanda şiir duygularından tilsiz misin? Duygularının sizmisi? Tilsiz misin? Çünkü duygularını tutkulanmaydı bazı vakti. Köylümaydı, enik ifadeler peygil olmaydı abide digendek. Biz fakat nima qila onu şu vaqtning ichida bir munchak so'zlarning ichiga yig'amiz va uni xotirlaymiz. Meningcha bo'lganda u mening tuyg'ularimning sizmisi. Unda sizni o'zingizning she'rlaringizdan bo'lamdi yo boshqalarning she'rlaridan bo'lamdi, yaxshi kelgan she'ringizdan bilan o'qtirishni taklif qilaman. O'zimning she'rini o'qtiraymi? Mayli, ixtiyoringiz. İşli mi sıra? Ben başka isimde kaptık ya. Qiziqimiz sizda. Bu şiirini menimcha Aygül çokum yaxshi ko'rmaydi. Çünkü hazır Aygül'ün diginiga qarma qarshi bir şiir. Mayli bu o'zimizning. En zerikishlik ish bir kuni seherda yine hayat uyg'unish. Bu mening yazgan ish. Lekin sizning she'ringizda bu. Ko'p rahmat, Arzu. Men chunki shu atiganda qopgan vaqtda shuni his qilgan, shunday yozgandim. Shu dedingizga tuyg'ularni sizmisi dedingizda shu o'zingiz ko'rsatdingiz. Başka şey yok, bıraksam kitaplarını ekilip olardan tanışım gerek. Şuna üzerinden başka şeylerini okudum kendimi. Oturumlar küçük. Endi o'rtaq qanimiz bir o'zaro undaq deyishib baqadan bir savol, o'rtaq bir savolda. Masalan, Uyg'ur adabiyotida bo'lsin, masalan, mayli dunyo adabiyoti bo'lsin. Ayol qalamkashlar bo'lib, ayol shoirlar erlerden ko'rinarli darajada ozganda, bu nima sababdandir? Nima sababdan ayol qalamkashlar erlerden az bo'ldi? Men kim so'zlab bakayım? So'zlab. Menimcha bo'lganda bu ayollar bilan erlarning her jihatdan tengsiizligi dunyoning har qanday yerda mayli bak taraqqi etgan davlat bo'lsin yoki hech qanday taraqqi qilmagan davlat bo'lsin, hamma yerda o'xshash. Ayollarning besimi her vaqt erlarning gidib eg'ir. Çünkü ayollarning aniq biyologiyalik yaratılışımız bizni şuna mecbur qilgan. Masalan, biz bal tug'imiz, onun qaraymiz. Hamma mas'uliyati her zaman biz üstümüzge bak eg'ir olamiz. Masalan, erler bir uyning faqat iqtisodinla mas'ul bo'lsa, ayollar o uyning hamma ishiga mas'ul bo'ldi. Va bunu bir ayol yolg'izdan yetib chiqish uchun bek zo'r bir sharoit. Mesela vatanda qizlarning maktabga berishini qancha 20 yilga yaqin vaqtgacha, eng oxirgi 20 yilgacha nurg'un insonlar xohlab ketmaydi. Kitob o'qishini, cho'ng yuqurlab o'qib ketishini.
O dünyanın hem yerdeki bir mesleki eminence. Kızlarının çok bek yıkı intilip ketmesligi ve olanın ailesinin, cemiyetinin, etrafının bisini. An muhaciretlik Uygur ayarlarının bisini minançı veterlikinin tekimi bek iyiğir. Biz hem iqtisadımızı özümüz yaratımız, hem ailemizi qarayımız, hem vətənliklərinin dərdini, onu oylap, onun stresini, onun nimsini yaşayımız, dərdini yaşayımız her gün. Ve bunun üstüge kitap oqub, yeni bir nəslərini yazıb, ədəbiyyat haqqında oylaş, həqiqətən bək iğir nəslərini kötürüb alğan oxşaydı. Baytın Amina Hanım etkanek edebiyatını hiç kim edebiyat arkalık pul tepip dinle vakarda kalmayacak haletke kendine kaldırır diye. Şu an biz bu yaxşı görgen işimizden bir iqtisadi kıymet yaratamayız. Bizim kıldığımız özümüz xalamaydıgan, yani bazıda hem de xalaydıgan işlerini isteydiğinde nurgullarımız özümüz xalamaydıgan, fakat yaptırmaydıgan işini kılıp iqtisadımızı yaratıp andan Qalan vaxtımızda ədəbiyyat bizden bir həvisimiz hesabda. Onun qartımız şu bek az vaxt, bek az bir zihin qalıdı ədəbiyyatqa. Doğru. Bu deganlar osmonda realli bir nimalarning sabablarining birisi deb qarayman. Meni qo'shib qo'yadigan yana bir taraf o'ylaydigan bir ish. Ayol Abdulla biraz tartınçağırak keldi ekan. Masalan, eserler men nurg'un masalan atalmagan o'zi ismi atalmagan bir yerlarga asarlarni bermagan ba'zi ashtaqa nima qilamiz ayollarni taniyman deb nima ayollarni taniyman bilaman. Oshlarning ba'zi yozgan narsani o'qib qarsangiz shundoq aloqa pishqanda asarlari shundoq esil. Sen buni nima ishga bir yerlarga bersam desangiz bergan bizning gazetimizda jurnalimiz yo'q chet elda. Doğru. Oysa ne koyduysanız Facebook koydu, üye bir yerlerge koydu. Eşeler olsun koysamamdı başkalarının behar asmamdı ise hıcıl bolumen, izat atımen, kahnim dap kaldı, deyliğiminde psiki cihetki bir açtık. Bunu ayarladı, iğir boldu gen. Arkadaşlar özünü kösetkisi kelmeydiğen, müş yazgan sebeplik bilen ben bir gepler kılamdım. Mesela bir o muhabbet verikisi olan mesela, men toyuq buğan, ailem var, yol düşüm var, bir tutup ben bunu yazsam, tahnimde düşünüp kaldı, meni deydiğen, aşı katmal bir xil ağından düşünecekten alıp gidermeyen, nimelerimi köp oldu iken de ayarladım, bana psikimi iğir boldu iken. Ellerde onda halatını anca körmedim, bunlar onda bu taraftaki özünün acizliklerini köstük etmeydiği ayarlarda özünü biraz çetki aldığın, yazısımı xatersiz gezip taşlap koyduğun, ilan kılmaydıgan, kitaplarla bile uğraştırmaydıgan bundaq ahval var iken. Abide siz ne diyorsunuz? Qanday qaraysiz? Mening qarshimda bu şu ayollarninki his tuyg'usi bilan ham ishi bilan munosabatli. Ba'zi ayollar şu 30 yoshgacha bo'lgan araliqda jushqun his tuyg'uga boyim shundoq kelgan bo'lsa, 30 yoshdan keyin ham turmushga bo'lgan, hayotga bo'lgan qizg'inlikni yo'qotib qo'ydi. Yangilik intildigan bu taraflarni asosida yo'qotib qo'yishga boshlaydi. Asosan yozuvchilik, ijodiyat bu odamning tuyg'u boshdan kechirganlari bilan birlashib, tuyg'ulari bilan munosabatli bo'lganlikda boshdan kechirganlar albatta ta'sir qildi yozuvchining yozganlariga. Undan boshqa bu tuyg'u bilan bo'lgan narsa bo'lgan ekan, ro'yjat ishlari shu asarlarniki ijodiyatlarniki to'xtatishiga yoki chekinib ketishiga sabab bo'ldi. Shunga men ko'rgan chog'da shu ayollar o'zining davomli adabiy ijodiyatini davomlashtirib tura olishi uchun o'zininki ro'yi holatini tanishib turishni, kayfiyatini tanishib turishni chuqur bilishi kerak. Ro'yi holatini, kayfiyatini tanishib turmasida ilgirga o'xshash ya'ni asarlarni, hatto undan yaxshi bo'lgan asarlarni maydonga keltiradi deb qarayman. Rahmat. Yani qaytib qo'yib qatadiganlar, fikr bayon qiladiganlar bormi? Men azroq qo'shimcha qilaymi? Qilaman. Vaqt nomisa. Ma sualni o'zi xatolashmasam, nima uchun ayol shoirlar, er shoirlar qaraganda ozmi ayol shoirlarning soni? To'lashindami? Ada savolni takrorlab o'tamsiz. Nima uchun Uyg'ur adabiyotida ayol qalamkashlar, er qalamkashlardan az turdu, hatta Uyg'urlar dunyo adabiyotida az turdu degan savol.
yuqorida hammalarninki fikri asos jihatdan qo'shilman. Endi men hozir qo'shimcha qilganim bu ayol shoirlarninki adabiyotda erlarga qaraganda oz bo'lishi yolg'iz Uyg'ur adabiyotida emas, balki dunyo adabiyotida mushta bo'lamdikin deyman. Chunki biz nurg'un she'rlarni o'qigan vaqtimizda, nurg'un tanliq shoirlarni o'ylagan vaqtimizda ayol bir shoir kalımız kelmaydi-ku ismi. Buningki balkim bir nechta turlik sabab bo'lishi mumkin. Masalan, arzu sonimiz degandek jinsiyat tangponsizligi, bu jinsiyat tangponsizlik bo'lishi mumkin. Masalan, nurg'un tuyg'ularimizni ifodalashda erlar bizga qaraganda ochiq-oshkora o'zlarining tuyg'ularini ifodalay oladi. Masalan, muhabbat, oshiq, yor degandek temalarda ayollar garchi ichida o'ylasimi, teshig'ijiq ifodalamaydi yoki ifodalasimu uni oshkorlayolmaydi. O'ziniki daftarda yoki o'zining his tuyg'usida qoldi. Yandoqcha aytganda erlar qog'ozga yozsa, ayollar qalbiga yozdi demdiq she'rni. Ashta bo'lishi mumkin. Endi yana bir jihatdan mening o'ylaganim endi chunki ayollardan aşık bo'lganlar bek ozchi, erlardan jiq. Ayollar o'ziga aşık bo'ldi erlarni. Kim bu endi she'rlarni erlarning jiq yozgan bir tarafi bo'lishi mumkin. Chunki erlar she'r yozgan vaqtda hammadan tunji she'rni aşık, yoshlik vaqtlarida ashunday boshlaydi-ku. Ashchaqda ko'z oldiga bir qizni, ayolini keltirib yozsa, ayollar she'r yozay desa, elde bir qo'pol er tug'anchi. Jiq yozolmagan bo'lishi mumkin. Meni o'ylaganim endi bu bir tarafi bo'lishi mumkin. Yana bir jihatdan ayollar endi ish dunyosi deymiz, endi ayollar xizmat, jamiyatga erlar qaraganda keyin qo'shildi. Masalan, ayollar shu ayollarning jamiyat hayoti asosan 19-asrdan boshlab boshlandi endi. Uning oldinlarida asosan ayollarningki jamiyatda o'rnim yo'qdi. Hatto bizning Uyg'ur jamiyatida hozirgacha bu o'rnimizni tepib olmayapmiz. Shuni balkim ayol shoirlarniki oz bo'lishidagi bir sabab bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Undan keyin masalan biz mayli dunyo adabiyotiga qarasak, donliq shoirlardan masalan Uyg'ur adabiyotida yoki dunyo adabiyotida Navoiy deymiz, Fuzul deymiz, Atilla Ilhom yoki bo'lmasa Najib Fozil. Uyg'ur adabiyotiga qaraydigan bo'lsak, masalan hatto oldingi asrning boshlarig'ichimi Abxoliq Uyg'ur, Mehmet Ali, Tevfik Lutfullah Mutalliblarning ismlari orasida masalan bir ko'zga ko'ringan ayollarningki she'rlari, ayol shoirlar yozgan she'rlar yo'q. Endi ayollar endi chiqib yozyotdi, masalan Chimangul Qodirlar, Gulxonning she'rlari, masalan sizning she'rlaringiz raylarda. Abinaning she'rlari, masalan ayollar endi o'zidagi ba'zi bir to'solg'ularni bo'sab chiqib endi yozishga boshladi deb o'ylayman yaqindan. Balkim bundan keyin adabiyotda ayollarning ismi er shoirlarning ismi bilan o'xshash o'rin tutadi deb o'ylayman kelgusida. Rahmat. Rahmat dadillik bilan fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashdingiz. Endi bu qitim Uyg'urlarning beshiga yaqin tragediyalar keldi. Mushu tragediyadan ichida Uyg'ur ayollari bu tragediyada eng ko'p zulm tatgan, eng jafo tatgan deb qarayman. Hem bu zulmni oshkorlashdimi ayollar pek ko'rnalik rol o'ynadi. Mesela chet elda hozir biz uchrashgan 8 lager shoidniki 8 miti ular 8 lager shoidniki 7 ayol. 7 ayol. Endi shu Uyg'ur ayollari Uyg'ur qalamkash ayollar deb atmak taskan buni 3 narsani qator demak qaysini beshig'dayman deb Uyg'ur qalamkash ayollari tarixdan tortib isyonkor shoirlar bo'lganda, shoiralar bo'lgan. Masalan, biz men Ishbarxonning bir parcha she'rini topgandim. Ishbarxon deyman, Ammaniso xonimniki bir parcha she'rini. Buni shu Husayn Nizomiddin Husayn degan akam o'z vaqtida shu bir hadimizga bergan shuni shu Ammaniso xonimning she'ri she'r deb bergan. Shu hadimizdan men olgan. Keyin uni men izlab uni rost shundaqmidi ajab bir Ammanisoniki bunday she'rlarning nimalarni ichida bu she'r yo'q deb men uni ko'p izlab qilsam, uni keyin bir o'zbek bir Nadira Begum deb 17-asrda 16-asrda nimada 16-asrmi 17-asrmi nimada yashagan
bir Özbek şair ayol bakan, şu ayolni she'ri deb ba'zilar ashtar dedi. Masalan, o she'rdimi agar Amanisa xonimning bo'lsa, nihoyat kuchli isyankorlik ruh borda. Masalan, Anar degan she'rga bu ne gümbezdur, işki to'nlikidan yo'q nishon, necha gulgun pak qizlar manzil aylabdi makon. To'nlikin ochib ularning holidan olsam xabar, yüzüde perde tururlar bağırgan. Baş ordudaki şu bir hayatını aslında bir nemine içi oxuştup, şunun içindeki kızlarınki, ayollarının hayatını aslında bağırgan anarga oxuştup, yazılğanlaydı, güzelleştik bir isyankar bir şiirken de. Yani şunun oxuşuş hem de tarihten da gerçi sanımız Uygur kalemkeş ayollarının sanı az boğan halatdı mı, lekin naiti isyankar şair boğan, şairlardan boğan. Hazırkı devrimizde mi aşında qamdı. Men bildiğin bütünümüz chet elda yaşayatgan şaireler, ayol yazgıcılar, müştaq isyankar, mesela Xandan ne deyimiz, Xandanның şiirleri mi aşında naiti isyankarlık ruh ilgi boğan isli şiirler. Aygül mu aşında temidik şiirlerini cık yazıdı. Müştaqda. Emdi şu sebepten sizlerden sizlerge bir ortaklaştığım bir sual. Emdi Uygur ayolları şundaq halkılık bir paytda yaşayotgan Uygur şaireleri, yani biz Uygur ayolları hakkında, vatanimiz zulüm çekiyotgan Uygur ayolları hakkında nimeler yazışımız gerek? Ularning she'r orqali ularning ruhiy dunyosiga qanday ta'sir ko'rsatgani bo'ldi degan bir savol bor. Shuni hamda o'rtoqlashsak, nimani o'ylaganmisanglar shuni desanglar. Endi boy degandek Uyg'ur ayollarniki sonimiz oz bo'lgan bilan boy dedim, isyonkor bir xil shoiralar, hammasi yozuvchilar. Xalida Isroil hadimizni aytsak, Xalida Isroil hadimizniki yaqin zamonlarda chiqqan Kashmish, Oltinkash degan Ana daryoni bo'ylab degan asarlarni o'qiganmisanglar, sizlar albatta uni bilsizlar. Timangul Avotning she'rlarini deyli. Hozir zindonda azob chekayotgan Gulnisaning Gulxonning she'rlarini deyli. Butun she'rlari chilashib turgan, urg'ib turgan bir isyankorlik aks etgan she'rlarda. Boy muhojiratlik shoirlarimiz haqida dedim. Hamda biz sonimiz oz o'sma muhojiratlik Uyg'ur qalamkash ayollarimiz, biz shu Uyg'ur ayollari haqida nimalar yozishimiz kerak degan bir savol ustida sizlar bilan o'rtoqlashsam deyman. Kim dastlab qilib turdi? Qaysinglar deysizlar? Men gap qilay. Hozir siz savol so'ragan chog'da dedingiz, she'r orqali ularninki ro'yidagi qanday ta'sir qilib bo'ldi dedingiz-ku. Sizning ko'z tutquningiz vatandagi ayollarni demoqchiman. Mesela nukul min vatan çıktı ayarlarını demedim. Hem de çeteldim o emisi şaire kalemkeş emet ayarlarını hamisi kalan bizim etrafımızda nurgun ayarlar var mesela ula baysiz diyen gökşaş bizle emes ulamı öz bilip bilmey iğir mesela tosalgılar yaşavadı da azaplar yaşavadı da ulamı aşındak bir yardımcı muhtaç ulamı mesela ulamı ruhi dünyalarına biz ruhi dünyası aşkı mesela eksettir perişte yakın suçlar için ulan röydüret kaysaraplarını yortup bereleyimiz, nemilerini kılalayımız, nemilerini yüzüşümüz gerek. Ama mühim şey nemin yüzüşünü bilişken bunun da. Muşu hakkında oyluğalarımızın da baksak. Benim oyluğumda benim karşımda şiir bir maksat için hizmet kılmaydı. Ma'lum bir maqsadni o'ylayib turib yozdigan narsa emas she'r. Bu bütün men she'rni bundan mustasno qilib aytman. Lekin proza asarlarni albatta bir ma'lum maqsad bilan yozib, uningki qurilmasini yaxshi holatda bir xuddi bir uyning qurilmasi bo'lgandek bu asarlarning qurilmasi bo'ldi. Uni o'zimiz hamda iste'dodimizga va izlanishlarimizga yarasha bir ijodiy shaklda uni yoritib bera olamiz. Hamda buni yoritib berish orqali avvalgi maqsad shu Uyg'ur avval o'zimizning millatimizni qutqizish ham dunyoninki hozirgi siyosiy vaziyatidan foydalanib vatanimizdagi va chet eldagi Uyg'urlarninki hozirgi ahvolini bir yuqori ko'tarish hammamizning siyosiy faoliyatlarimizni quvvatqanligimizning bir sababi shu hamda asosiy sababi. Bizning shu qalam orqali
Uyg'ur ayollarininki ro'yitida aks etayotgan shu chorsizliklar, masalan, hijron azobida tutinayotgan shu tuyg'ular, seg'inishlar, bularni biz hozir o'tirib bundaq degan bilan u necha kecha, necha kunduz, bir sekunddan u shakllangan nihoyatda cho'nqur aytqili bo'lmaydigan bir ajoyib cho'ng bir azob bo'shliqi hamda shuni biz qaysi bir shaklda yo'ritib buni xalqaraga qanday chiqalaymiz? Masalan, biz bir xalqaralashgan saviyada yezishimiz kerak. Buni faqat mening qarashimda Uyg'urlarning ichidalami emas, abaydan arzu deb o'tgandek bizningki hammamiz yazarman bo'lib ketgan taqdirdami bu yana hammamizning o'qib ketishimiz natayn birimizniki birimiz o'qimaydigan shunday holatda bo'lib qavatimiz hamda chet eldagilar. Hamda yana biz Uyg'ur faqat o'zimizga asos qilsak yozganlarimizni biz yana unga erishib bo'lmaymiz hamda. Buning uchun bir xalqaralashgan saviyada o'zimiz gerçi boshqa tillarni bilmasakmi, iqtisodiy jihatimizni qo'llaydiganlar qo'llab bera olsa, biz qaysi jihatdan bir-birimizni yordamlashasak, desteklaysak, shunda desteklasak, uni boshqa tillarga tarjima qilib, yana bizning o'zimizning bir ahvolimizni bir tunutishimiz kerak. Men shaxsan lagerlarda qanchalik qizlarninki iffat nomusining tajovuzga uchraganligini bilamiz. Undan boshqa nurg'un har kuni dorilarni yeyishga majburlanib, ularning shunchalik qo'rqinchli kasallarga giribtor bo'lganliklarini bilamiz. Masalan, endi yashash jarayonida ba'zi chog'da unutib qolamiz, ba'zi chog'da eslaymiz, endi hammamiz inson bo'lgan ekan. Lekin shuni davomli biroq unutib ketgan bir g'ofil holatda qilmaslik uchun u qalamga ilinish kerak. U chuqur bir ifoda qilinishi kerak. Shunday bir romanlar, bir suhbat roman masalan. Undan boshqa har xil hikoya shaklida bularni qaysi xil bir shaklda biz yo'ritib bera olsak, shu xalqarada eng moda bo'layotgan uslublarda, xalqaraning ko'zi tikila oladigan uslublarda biz shularni o'tirib olib chiqa olishimiz kerak deb o'ylayman. Shu ishlarni qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Aygül, bormisiz? Bor demem bor. Sizning qanday qaytib so'zlaydiganlaringiz bor? Men bu vaqtda o'ylaymanki, biz vatandagi shoirlarimizga bizning to'nilgan biz ulardek kuchli emas. Biz ularga hech nima qilib bermaymiz. Men shunaqla nima qila olmayman. Bizning qilib beralaydigimiz men o'ylaymanki, bayam kim Abida dedi, she'r bir narsa maqsad demaymiz deb. Lekin she'r cho'qim ichimizdan chiqqan bir isyon bo'lishi kerak deb o'ylaymanman men. Men she'rni isyon deb qarayman. Chunki ichimizda mo'kib turgan narsalar etilib chiqqan vaqtida, isyon chiqqan vaqtida anandan biz erkin bo'la olamiz. Shundaq bir qo'limizga bog'langan kishanni chiqib tashlay olamizda. Hozir vatandagilar u kishanlarni chiqib tashlaydigan bir sharoit yo'q vatandagilarda. Unda bo'lgan ekan bizning qila oladiganimiz cho'qim ashada turib diyolmayotganligini his qila oladiganlar biz. Unda bo'lgan ekan biz diyolaymiz, biz qila olamiz, biz yoza olamiz. Yoki bo'lmasa biz mayli she'r bilan ifodalayli, mayli hikoya bilan ifodalayli, qaysi xil usulda bo'lsin, yuragimiz ashlarga bog'langan bo'lsa, aslarning azobiga bog'langan bo'lsa, biz qila olamiz. Uni biz mishadiki, masalan, mishadmi atrofimizda nihoyatda shukr qilgan qarindoshlarimiz bor, ayol xonimlarimiz bor. Ularninki ba'zida o'zidan ansiraydi, ba'zida oilasidan ansiraydi, ba'zida shu umidsizlik bilan buningdan keyingi kunlarda butunlay yolg'iz qolganligidan ansiraydigan bir nim bor. Dal shu vaqt bizningki she'rlarimiz balkim isyon tusida chiqib, shularga ozdir, ko'pdir bir umidni beralishi, ularni biraqli qo'zg'atmasimi, asta ta'sir qilish orqali qo'zg'alay olishi mumkin. Bayam Abida degandek undaq hammamizga undaq ta'sir qilib ketgan emas vatan davosi. Hammamizga Xitoyning zulmi yo'da hokimiyatning zulmi desam bo'ladi. Shu bir azoblar hammamizga o'rtaq bo'lib bo'lmadi. Bu nihoyat bir muhim bo'lgan biz uchun nihoyat qilishga ham cho'qim qilishga tegishli bo'lgan mas'uliyat ham majburiyati bor bir ish. Agar shu ishga biz o'zimiz qila oladigan tarafdan o'zimizning mayli yozay, she'r yozayli, mayli bir jumla yozayli, shuni qilaligimizni
yenimizdeki birimizga ko'rsatsak, o bir kun ko'rganken, ikkinchi kun ko'rganken, uchinchi kuni bu qilganni menmi balkim his qilishim kerakku deganga keldi deb o'ylayman. Unda bo'lgan keyin she'r bilan manda qilib bo'lmaydi, manda vazifa, manda ishlarni bajargil bo'lmaydi deganga men ancha qo'shilib ketolmayman. Chunki bizning aslidagi shoirlarimiz isyonkor edi. Aslida masalan eng burun masalan men kichik vaqtlarimda momam doim shu ilohun ko'kkuzning qo'shoqlarini o'qib turgan. Onundan keyin biz maktabga tunji kirgan vaqtida Sodir Palvonning qo'shoqlarini angladik. Onundan keyin bara-bara Nozgun qo'shoqlariga kirdik. Onundan keyin she'rlar boshlandi. Mushu jarayonda mening his qilganim ajoyib bir isyon. Shu isyon orqali mavjudlik. Biz shu isyon qachon suzlashdi? Bizdeki shu isyon qachon keyniga qarab chekindi? Halimiz ta bugunga kelib qoldi. Mening o'ylaydiganim biz muhojiratda bu isyonni texim kuchli qilishimiz kerak. Teximi yuqori pallaga ko'tarish uchun o'zimiz nima qila olsak, shuni qilishimiz kerak deb o'ylayman. Bu balkim bizning mavjudligimizga emas, mavjudligimizning ichidagi adabiyotimiz, tilimiz, hattoki keyingi biz ansirayotgan bolalarimizning mavjudligiga berib taqildigan masala deb o'ylayman. Shunga mening fikrim boshqalarga qarshida kelib qolgan bo'lsin, to'g'ri tushuninglar. Balki meliqi o'sib yetish sharoitimiz yoki o'zimizning o'y bu bir erkin suhbat bo'lganligi uchun men o'zimni o'ylaganlarimni dedim. Shuni qabul qilsanglarmi, qabul qilmasanglarmi, mening o'ylaydiganim she'r bir isyonkan, biz uni mayli qaysi yo'sinda bo'lsin cho'qim dunyoga anglatimiz, davoni qilamiz, isyonni avval atrofimizdan o'zimiz anglashimiz kerak. Özümüz anlaganını yenimizdekiler anlaş gerek. Bizning o'zimizdan alqib turib, avval boshqalarga anlatimiz, avval boshqalarni uyg'otimiz emas. Siz avval uyingizdagilarni uyg'otmay turib, tangning attini bu oildagilarning hayotligini taladigilarga deb bilolmaysiz. Albatta, unda bo'lgankan, mening o'ylaydiganim bu nuqtada she'rda biz cho'qim isyonkorlik ruhimizni bo'lib qalam tutganlar unutib qolmasligimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Aygül, rahmat. Dadillik bilan o'zingizniki ko'z qarashlaringizni o'tirib qo'ydingiz. Albatta bu erkin suhbat boshlandi dedik-ku, buningda uning gapi to'g'ri, buning gapi xato deydigan hech qanday unda ish yo'q. Har kim nima o'ylagan bo'lsa erkin holatda deymiz. Shunashqa buningda hech kimning bir ansirishi bo'lmasin, ishkilinishi bo'lmasin, nima o'ylasak shuni deymiz. Rahmat sizning fikrlaringizning ko'p yerlarni asosan degdek men qo'llayman, men shunda o'ylayman. Aminani bir gapi bordek qilib turdi. Men gaplamsam turolmaychi. Hozirgi bizning demoqchi bo'lgan savol Uyg'ur ayollar hozir navbatdagi adabiyot nimalarni yozish kerak? Ash to'g'ri konuşyapmiz-ku. Ayollar haqida nimalarni yozish kerak? Bizning yozganlarimiz pek ko'p amniyatda yetish bo'lmayapmiz uchun. İçimizden yazaylı deb kelgan vaqtimiz chiqmayapti degandek, biz muhojiratda ig'ir bir iqtisodiy, ijtimoiy besim ostida yashayapmiz. Shuna bo'lg'achqa, garchi yozganlarimiz pek jiq bo'lsa-mu, faqat yozish tegishli bo'lgan oz bir qismini yo yoza olyapmiz, yo yozolmayapmiz. Mening endi qo'shimcha qildiganim shu hozir yozayotgan muhojirat diasporadagi she'r nuqtasini eshitsak, Ahmedjon Osman, Tahir Hamiddak, sizdek raylarda. Yani shuningdek Mutallib Sabir, Abdushukur Qumtur akalarimiz yaxshi yozyapsizlar. Mushlar endi bir ustoz shoir bo'lish sifatinglar bilan yosh shoirlarningki, havaskor shoirlarningki yozganlarga bir ilhom bo'lsanglar. Masalan, ularningki mayli qopiyalik yozsin, qopiyasiz yozsin, ishqib qalam tutib bir narsa yozayotgan bo'lsa, ularningki shu orzularini, shu yozish bo'lgan havasini yo'qib etmasdan-chu, har xil nimalar bilan ularga bir ustozlik yo'llar bilan yo'l ko'rsatib, tarbiyalab qilsanglar deb o'ylayman. Endi undan boshqa biz hozir masalan navbatdagi bizniki shu hozir Uyg'urlar uchrayotgan shu vaqt, biz uchrayotgan ig'ir ijtimoiy shu vaqt endi bizga bekchiq narsalarni yoza oladigan vaqt aslichu. Masalan, Yahudiylarning eng nodir asarlari Yahudiy qirg'inchiligini tema qilgan asarlar, keyin dunyoviy Nobel mukofotlarga erishgan, film ishlangan.
Oscar mükafatlarına erişip ketken kinolar var Yahudi kırgınçılık hakkındaki. Mesela bizim hazır şularını yazsak buldu, Suriye yazsak buldu. Çok şiir yazış şiir arkalı ifadeleş şart emas endi. Dramalarını yazsak buldu. Mesela ben küçük vaqtimda şundacık dramalar batdı. Yani bizden ilgiriki 50-ci 60-cı yıllardaki vaqaliklarni biz keyin drama arkalı kitap arkalı okusak mı gerçi drama arkalı çıklarını bildik mesela. Bizim hazır dramalarını yazsak buldu. Endi yazsak onu kim oynaydı deyimiz belki yazsak oynaydılar çıkıp geliş mümkün. Ondan başka şu arxil senaryolarını yazsak buldu dep oylayman. Ondan keyin romanlarını yazsak buldu, hikayelerini yazsak buldu. Endi edebiyatda en o'quvchisi, o'qirmani jiq bo'lgan asar hamda shu adabiy asarlar ichida roman, hikoyalarningmikin deb o'ylayman shaxsan men. Chunki she'rning o'qirmani bo'ldi, lekin u qadar ko'p bo'lmaydi endi. Hamma odam she'rni yaxshi ko'rib o'qib ketmaydi. Undan boshqa siyosiy kitob, siyosiy temada yozilayotgan kitoblarni desak, uni xalqimiz o'qigan bilan tushunamaydi. Endi tushunamaganki o'qimaydi uni. Hozir yozilayotgan masalan jiq kitoblar shu xil siyosiy mazmunlarni asos qilgan bo'lg'ashqa o'qibni tushunib olmaydigan xalqimiz. Shunga shu ahvolimizni, shu xalqimiz tushunarligidek ashlarning tiliga aylantirib, tatliq hikoyalarni yozsak, shu lagerlarni, shu oilamiz bilan nasrat qildik. Masalan, nurg'un ayollarning erlari vatanda qoldi, nurg'un erlarning ayollari vatanda qoldi masalan. Shulardan bir muhabbat temalarini o'tirib chiqarib, tatliq romanlarni yozsak, masalan biz yosh vaqtimizda, kichik vaqtimizda o'qib chiqqan Ay yomg'iri, Kakka qo'ngan tal masalan, qancha qatimlab o'qidik asarlarni, qancha qatimlab nashr qilindi vatandachu. Shuningdek masalan, keyingi bizning yetilayotgan o'smirlarimizga, yoshlarimizga o'qig'idek qiziqidek. Ashta asarlarni endi yozsak deb o'ylayman. Ayol atlamış narsani yozish kerak deb o'ylayman. Chunki bu xil his tuyg'uni erlar qaraganda balkim biz texnikadek nozik ifodalab berishimiz mumkin. Oxirida endi bu narsalar yana berib cho'glab ketib hisob taqishidi. Shunga endi xalqimizni adabiyotni yana bir qatim har qatim ish gapni qilyapman. Adabiyotni qo'llashga, adabiyotchilarni qo'llashga nurg'un shu masalan boshqa tarafga selinayotgan mablag'larningki bir qismini shu adabiyotchilarni silishni umid qilaman. Gaping tugdimi Amina? Rahmat. Mush fursatda yana bir nima ism kelib qoldi, shuni deb qo'yay. Shu Amina o'zining kasbiy emas adabiyot, lekin shu ko'proq adabiy tarjimalar shug'ullanib kelib, shu sabab bilan o'zim hozir xili yaxshi bilan yozadigan bo'lib qoldi. Aminaniki shu adabiyot temsilchilik turli faoliyatlarni qo'llash bir ro'yi intayin bizni olqishlashimizga arziydi. Shu munosabatda men deb qo'ygim keldi. Haqiqatan o'tkazilgan turli o'tkazilgan faoliyatlarimiz bo'lsin, yana boshqa nurg'un o'zining planlari bor yana shunday ishlarda nihoyat aktiv qo'llab turdi. Hamda gap qilsak, gap bakchiq Obidaning she'riga o'xshash ming so'zim bir so'zga qisqartirildi degan gapiga o'xshash Aminadagi bu xil ruhni qanchalik desak shunchalik bo'ldi. Aminaning bu xil ruhiga rahmat deymiz. Amina ishlaringizga texim Alloh barakatlarni bersin. Rahmat sizga. Endi Rahmat. Sizga rahmat. Odatda shu adabiy asarlarda bo'libmi shu she'riyatda ayollar erlar qaragan chog'da erkin bo'lolmaydi. Boya bir qatim deb o'tgandiqda ayol shoirlar, shoirlar qaragan chog'da erkin bo'lolmaydi. Mundaq deb olsam, so'zni meni nim deb qolar. Mundaq deb yozsam, mening oilam, bolalarim bor bo'lganki, meni xato tushunib qolarmi, ustimdan gap topolmi degandek bir xil jihatki, ba'zi egib ketolmaydi. Shunashqa o'tirsida shoirlar bilan ayol shoirlarning o'tirsida zo'r farqlarni paydo qilgan bu xil holat. Endi shunga Amina siz qanday qaraysiz? Shu ayol shoirlar bilan shoirlar o'tirsida rostlamishda ayrimchilik bormi? Agar bu siz buni qaysi nuqtalardan bir izohlagingiz keldi? Rahmat deb buni biroz ilgari bir qatim deyilib bo'ldi asosiyatdan deb o'ylayman. Endi yana ozroq qo'shimcha qilsam. Ayollar bilan erlarningki endi ayollarning erlar qaragan erkin bo'lolmasligi deganimizda bu ikki jins o'rtasidagi
tamponsizlik mesela. Qancha Aygül'de, Arzugül'de de qancha ilg'or degan davlatlardami ayollarningki yana erlardan nurg'un taraflarda fiziologik va biologik taraflarda tuvandab qaraldi deb. Muşumu bir sebep bo'lishi mumkin erkin bo'lolmasligi. Undan boshqa endi shu kultur, din, madaniyat nuqtasini besaqmi ba'zi so'zlarni, ba'zi hissiyot, bu she'r degan hissiyotning ifodalanishi ham ichimizdagi bir tuyg'uninki teshig'i tip chiqishi, bir volqondek portlab turgan bir narsada ichimizda. Ash narsa paydo bo'lgan chog'da she'r yozildi endi. Bu narsani endi ayollar xijil bo'lib ba'zi hissiyotlarni ifodalashdan, tortinib degandek shu jihatdagi farqlar sababidan erkin bo'lolmasligi mumkin. Endi yana bir jihatdan endi men to'g'riliq azroq izinib boqqandim. Bu hissiyot jihatda biz erlarni kuchli deymiz, amniyatda hissiyot jihatda erlar ayollarni ojiz bo'ldi ekanchi. Masalan, ayollar bir narsaga ko'ngil yerim bo'lgan vaqtda, azoblangan vaqtda deylik masalan, yig'lab yoki boshqalarga datti ko'p ichidan chiqarib o'tadi ekan. Lekin erlar endi boshqalarning oldida yig'lab yoki haqlarga datti ko'p chiqarib o'tamagandan keyin ichidagi bu azoblarni she'r qildi ekanda. Endi men ilgari biroz izlangandim bu to'g'riliq. Mustaqil yerlarni o'qigandim. Erkin Gedik degan bir turk shoiradanki shu to'g'riliq yozgan. Ondan keyin mush tarafdagi sabablar bo'lishi mumkin. Ondan keyin ayollarning abaytin degandek ayollarningki o'zi aslida bir she'r hamdi. Aslida bir she'r bo'lgandan keyin o'zini o'zi ifoda qilmagan bo'lishi mumkin. Yana bir jihatdan ayollarningki qalam tutishi, masalan, bu she'r degan ba'zan yo'l ketib qolganda, ba'zan tomoq yeyotganda, ba'zan bola beqiyotganda ichimizdan bir hissiyotlar keldi endi. U vaqtda darhol o'tni o'chirib she'r yoza olaychi yoki bo'lmasa bolamiz bolani qo'yib qo'yib she'r yoza olaychi demaymiz endi. Balkim buningdek bizning hissiyotimiz kelgan vaqtlarda bizning oila besimi, xizmat besimi degandek sabablar bilan dal vaqtidagi o hissiyotlarimizni ifodalayolmasligimiz mumkin degandek endi shu tarafdan erlar qaraganda erkin bo'lolmaganligini shu sabablardan deb qarayman men. Rahmat Amina. Shoir o'qigandan keyin adabiyot nazariyam cheklik, adabiyot o'qimagan, ixtisos qilgan. Shunga aramışchilik deyalayman o'zimningki izlanishlarim, tushunganlarim bo'yicha. Unda demak, bu yerda shu baydedik nazariyat so'zlamaymiz, hammamiz tushuntirma so'zlaymiz dedik. Sen erkin bo'ling ukam. Endi sizdanmi bir savol, siz endi o'zingizni shoir deb qaramaysiz, endi chiqatim degan menga siz, lekin siz bir yaxshi bir she'rni so'yib o'quvchi bir yaxshi ko'rgan she'rlaringizni tarjima qilsizdagi o'zingiz bir tatlı she'rlarni yozgan bo'lib ketdingiz. Sizdanmi o'xshash bir savol. Agar she'rni siz bir jumla so'z bilan ifodalab bering desa nima degan bo'lardingiz? Mencha bo'lganda she'r qalbimizningki hech kim tuymagan bir holatda pichirlashlar edi. O'zimiz ham tuya oladigan, boshqalar tuymagan bir pichirlash she'r. Men she'r narsa deb o'ylayman. Rahmat. Unda bo'lsa Amina sizmi o'zingizning yozgani bo'lamdi yo o'zingiz eng yaxshi ko'rgan she'r bo'lamdi bo'lsa bir she'r o'qib bersangiz taklif qilaman. Men bo'ldi, men o'zimning yozgan bir she'rni o'qib beray. Bugun endi ayol va shu ayol shoirlar to'g'riliq, ayol adabiyotchilar to'g'riliq parang bo'lyotdi. Shuna bo'lg'achqa men o'zimningki shu ayollar haqida yozgan bir she'rimni o'qib beray. Yani men bu she'rni shunda bir tushkun, ailemizdan hech qanday xabar ololmay, meni adamningki lagerga kirib ketib, lager shoirlar kelib har yerda guvohlik berib, ularningki ichinishli guvohliklarini anglab, ashunda bir bo'lgan vaqtda endi yozgandim. Bek yaxshimi yozilmadi deganimdek shoir bo'lmagandan keyin shunasimi bu meni ichimdan chiqqan hissiyotni o'qib beray. Bizning yurkimiz yo'q. Yurakning o'rnida faqat his tuyg'usidan ayrilgan, azob suyugi chilangan bir parcha go'sht bor. Ayalg'uchi bo'lib yaralgan tuq aslida, nozik kristal shishidek. Bir yurkimiz bor edi. U bitmas tugumas muhabbat bulqi edi. Yot tuproqlarda tantirgan oyoqlarimiz vujudimizni tutib turolmadi. Yerga tushdik, chiqildik vatansizlikda. Param-parcha bo'lgan yuraklarimiz mehr buloqlarimizni quritdi. Oxirida hammani unutdik. Kulishni, xo'shallikni,
bəxtni, heyitni, bayramni, qutlıq günlərini. Xuddi bu narsalar əzəldən bizdə olub baxmağandik. Rəhmət. Sizga rahmat, Amina. Endi yana suhbatlarimiz kelaylik. Odatda mana shu shoirlar bir xilaliqi o'ziningki tuyg'u xiyollar ichida o'tkazgan vaqtni ko'p bo'ladi-ku. Hammamizga ayon bayna yaqin davatimiz asarlarni mayli proz asarlarni yozaylik yoki she'r yozaylik, biz ko'p xiyol qilamiz, tafakkur qilamiz. Bo'libmi shoirlarniki tuyg'u va xiyolda o'tkazgan vaqti odatdagi real vaqtga qaragancha o'tkazgan vaqtga qaragancha ko'p bo'ldi. İşki dünyasına ait davulğup tuğan buldu. Bunun bilan birge yana real bir hayat, bir turmuş ulanı aldı buğan buldu da. Mesela yaşımız bulmaydı, işimiz bulmaydı, ayal kalemkeşlerdik, öyle tamaqatımız bulmaydı, kırıcımız bulmaydı. Yana nurgun bulmaydı la bağımdı. Mana maşında iki xil o'xshamagan iki xil muhit asida qoladi. Şunashqa endi Aygül'den sual, Aygül. Bo'ldi, men Baba Aygül'den sual endi mana mushundaq ayol shoirlar bu ishki dunyorimizda bizning shu ishki dunyomiz bilan real dunyomiz o'rtasidagi tamponlikni qanday hal qilamiz? Masalan, she'riyat bilan oila, siz bir shoir bo'lganligingiz uchun sizga buni she'r haqida so'z Davatmen şeriyet bilen aile, şeriyet bilen turmuş, şeriyet bilen dostlar ve başka ictimai faaliyetler bulup durgu. Toytükün bu çaydaysiz, yoxlaşdaysiz, iyabiyeler yan vaqt ajratmışsınız bulmaydı. Mana muşundaq tügümeydiğen işler bilen muşlarının otursidagi münasebetni qanday hal qiladi? Bunga ko'p erlar qiziqadi ekanda, men savollarni bo'lsa bir avasanglar desam, mush savolni avatibdi menga, o'xshash bir savolni avatibdi. Erlar biz işimiz bizniki xizmat ko'proq qolganda o'zimizning ishimizda shug'ullanib turib, biz bir taraf qilolmaymiz. Nurg'un ishni ayollar sizlar bir taraf qilib, qanday qilib yana sizlar yana qalam tutib binim yoza olasizlar, mush o'tiribdiki masalalarni, qiyinchiliklarni qanday hal qilsizlar deb so'rabdi. Mush savolni Aygül'den so'rag'im kelyotdi. Bu sualga nisbeten men bayam deganimga o'xshash she'r men uchun cho'qqan bo'lganligi uchun bu nuqtadan yana men shu yerga olib javob berman. Odatda bizning atrofimiz bu ayollarning atrofida nurg'un mushkul bor. Shunchalik zimimizdagi bu mushkullarga nisbatan ichimizdagi cho'qim chiqishi kerak. Bu vaqtda hozir siz degan tuyg'u, tasavvur nimaga bog'laydi deganda biz odatda shundoq bir qiyinchiliklarga kelgan vaqtida qalbimizga shundoq bir tasavvurda go'zal narsalarni qancha o'ylagan sari shu qiyinchilikning bizga olib kelgan besimi tuvallaydi. Bu bir yana birsiga mushu tafakkur, mushu shirin xiyollar orqali biz ma'lum bir orzuning yeniga yetib borganligimizni his qilamiz. Albatta ruhiyatda bir narsaga yetib borganligingizni his qilgansiz, o albatta sizning harakatingizga ozdir ko'pdir to'kib qo'shadi. Onda bo'lganken bu arzu uchun oldadigan qadam, uningga cho'qim ishonch, jasorat bo'lishi kerak. Musha hamma narsalar bir-biriga bog'lanib manda. Unda bo'lganken she'rdagi tasavvur, xiyol degan narsalarning hammasi bizning shu besimlarimizni yengishimiz uchun bir shundoq zo'r bir kuch bo'ldi deb o'ylayman. Men shaxsan o'zim shundoq his qilmanda. Masalan, shundoq charchagan vaqtimda esil bir she'rni kallamga keltirsam yoki bo'lsa vatandagi ajoyib go'zal bir aslimamni kallamga keltirgan vaqtimda shundoq she'rim xiyollar ilgida bir she'r bitib chiqdi. Endi shu xiyollardan bitgan she'rim orqali ajoyib bir orzuyimning borligini his qilaman. Shu orzularim orqali yana nimani his qilman degan chog'da mush qiyinchilikdan qanday yengib chiqib, shu orzuga qanday jasorat bilan berishdan iborat bir yo'lni topgandek bo'ldi. Buni yig'inchoqligimda shu yanalam manga she'rning berdigini xiyol emas, tafakkur emas, uning ichidagi orzu bilan shu orzuga boradigan bir ishonch bilan jasorat. Shu narsa meni izchil she'r bilan turmushni qanday bog'lash savolda deyilgancha qanday bir taraf qilishda nihoyatda ko'rikli rol o'ynaydi. Shunlashqa men nihoyatda
ba'zida shundoq suyunib ketman. Masalan, bir jumla so'zlarni topgan vaqtimda cho'ng bir uyda shunchalik cho'ng g'amim bo'lgan vaqtidami shuni atlig'idek bir shuni ustiga chiqqidek bir sho'ti topgandek yoki bir palampaga erishgandek bo'laman. Shuningdan o'ylaymanki, bu xiyol tafakkurlarning hammasi bizning mavjudligimiz uchun, ma'lum orzuga berishimiz uchun, ma'lum ishonchga erishishimiz uchun bir muhim bir kichkina bo'lsa-mu, zarrachilik bo'lsa-mu, noyat bir muhim bo'lgan xalq ekan deb o'ylayman. Shuningdek bularni zich bog'lanishlik bir-biridan ayrilmaydi. Ham shundaqla cho'qim turmushda ashundaq xiyollarimiz bo'lgan chaqda, ashundaq tafakkurlarimiz bo'lgan chaqda, hozirgi bir qorong'ulikdan anchiki bir tümlükten kirgen nurdek bir narsaga erishalaymiz. Ashundan erishgan natija bilan bara bu nur kuchaygandan bir ayol kishi, bir ona bo'g'ichi, bir uyga chiroq bo'la olamiz deb o'ylayman. Rahmat. Sizga rahmat. Endi men bundan mazaq bir o'ylaganim borda. Masalan, bu bizning tuyg'ularimiz, bizning xayol dunyolarimiz bilan real turmushimiz, biz qilayotgan ishlar bir-biriga zid emas deb qarayman. Bay arzu bilim dedi, masalan, bizningki arzu armonlarimiz, xayol dunyolarimiz boshqa bo'lgan bo'lsa, lekin real hayotda biz xohlamagan bir ishlar bilan jandek qilayotgan bo'lsak, biz yashash uchun yana qaytadan o'zimizni qurashtirib, boshqadan fundamentlarimiz qilib, yangi bir kasb, yangi bir hayot, yangi bir ishlayotgan bo'lsak, masalan, biz uni xohlamaymiz, lekin yashash uchun biz majburmiz. Bu atgan bo'lsak, balkim bu bizni charchita. Lekin bizning tuyg'u xiyollarimiz bilan bu zid kelmaydi deb o'ylayman. Bizning hayotimiz, reallikdagi hayotimiz bizniki shu yazmoqchi bo'lgan asarlarimizning manbasi baribir. Ilhomimiz yani shu yerdan keladi. Masalan, men bir nima yozgandim, Leyla'nın she'ri deb yozgan. Bu she'r tunji qitim men haqiqatan turmushdan, bilimlardan ilhom olib yozgan she'rim desam bo'ldi ashuncha. Mening bir haqiqatan bir chet ellik bir do'stim bor, qo'li tatqiqlati menga hikoyasini deb bergan, shundoq bir o't ketib, shu vaqtida qo'lim ashunday kuyib ketgan deb bergan. Yani bir demam, bu yani bir jitim balını bir qilib, yo'lda suyab ketib, bu balını apsib qoldi, yap-yashtirib bir balniki, bir majruh bir balını apsib qoldi. Ashtalarning hikoyalarida ilhom olib yozgan she'rida shu Leyla'ning she'ri deb. Demek endi gerçi bizning hayotimiz, real hayotimiz mayli qanday bo'lsin, mayli biz jiddiy bir holat yashaylik, yoki biz xohlaylik, xohlamaylik, bularning hammasi yana bizniki biz surayotgan tuyg'u, xiyollar bilan pek zid bo'lmaydi deyman. Bir-birini ilgari surdi. Balkim bu bizning reallikda yashayotgan narsalarimiz bay degandek bizning xiyol tuyg'ularimizning ilhom buluqi bo'lgan bo'lsa, balkim texmi bizning fikrlarimizning pishib yetilishi, hayot qarashlarimizning ba'zi narsalarga bo'lgan biz topolmayotgan savollarga javob topishimizning bir manbasi bo'lishi mumkin. Nurg'un narsalarni o'rganishimiz mumkin-da. Shunashqa bu yilqi bek undaq ko'zga ko'ringandek darajada biz uchun bir tamponsizlikni keltirib chiqarmaydi. Balkim bizni biroz charchitadi, harg'izadi hamda jismoniy jihatdan harg'izishi mumkin-da deb o'ylayman. Endi Aygül, endi sizdimi o'rtaq bir savol bor. Siz endi o'zingiz degandek siz bir isyonkor, bir shoir. Agar sizga bu she'rni bir jumla so'z bilan izohlab ber degan bo'lsa, nima degan bo'lardingiz? Men she'rni shu isyon deyman. Hem izchil isyon deb keldim. Hem o'zimni isyon qilish orqali shu isyon ichimdan chiqara olganim uchun hozirgidek sizlardek shoirlarning orasida bir havaskor bo'lib o'tirib turibdiman. Odatda shu ichimda bir isyon qo'zg'algan vaqtda bir she'r bitadi. Shunlashqa men she'rni isyondan boshqa narsa deb baxmadim. Rahmat. Bundaqda Aygül, siznimi o'zingizning bo'lamda yo o'zingiz yaxshi kuygan biror boshqa she'rlar bo'lamda, siz bir she'r o'qib berishni taklif qilaman. Men sizlarga texi bugun attiga yozgan Söygünüm üçün degan she'rni o'qib beray. Söygünüm üçün
Seni şu kadar söygünüm üçün, yiraqlarga seni taşlap ketip qalğınımda, eğizim deydi ki, seni şu kadar söygünüm üçün. Senin bilen arlığımız köz yetmez boğanda, vicdanım deydi ki, seni taşlap ketip qalğınım üçün. Nefeslerim arasıdan yigdağının zərricisi yaltırğını da, tomurlarımda kaldırım deydi ki, sen mening bo'lganing uchun. Atrofdan mehringa tankash tepilmag'inida qabohatlarim deydi-ki, uni ko'mganing uchun. Ah, tirik murda tenim ko'tarmagan tog' kabi yuk, dengiz kabi azob qolmadi. Hammasi sen mening hayotim bo'lganing uchun. Ko'zlarim ko'rganga ishonmaydi. Nafsim so'zlarga aldanmaydi. Qabohat mening tenimni qo'ruydi. Ruhim qabohatdan meni qo'ruydi. Sening bag'ringga singib ketish hayot nishonim, istikim bo'lgani uchun. Rahmat. Rahmat Aygül. Rahmat sizga. Endi yana bir mundaq bir savol o'tirg'i tushibdi hozir bizni avatibdi. Vallahi. Sizlar debdi o'tag'anlandiyotida Uyg'urning bir adibasi, bir qizi, bir onasi bo'lib suhbatinglar bilan jamiyatdan kutadiganlar nima? degan savolga. Abida Mikrofonu bitlab qoldi. Ha. Savolni angladim. Ben cevap vereyim mi? Siz javob bering. Bu savolga boya Amina'dan bir cevap berib o'tgan bo'ldik. Masalan, yozayotganlarimizni, yani kitoblarimizni setib olish orqali yoki bo'lmasa shu bo'lgan chog'da o'zaro madad berish orqali degandek bu taraflarni deb o'tgan bo'ldik. Masalan, mening kutadiganim men hech narsani kutolmayman asosiyatini desam bo'ladi. Endi shu nuqtadan savol so'raganlik uchun deyish to'g'ri kelsa, bizning o'zimizningki bizmi boshqa millatga o'xshash, boshqa millatning ayollariga o'xshash erkin kishilik huquqimiz normal o'zimizning qulida bir insonlar. Ammo tarixdan buyon biz Uyg'ur ayollari pek uzun ezilib ketgan bo'lganligimiz uchun ham ko'pincha erlarimizda ayollarni izlagan shunday xarakter bo'lganligi uchun hamda bu narsa ustida hamda oq ko'rinish haqida biz ko'p to'xtalmaymiz. Ayol kishining o'zini erkin ifoda qilishining o'zi bir xatolik sanalib kelgan. Agar u ularning nazaridagi qo'shtirnoq ichidagi shu xatolikni o'rinlagan bo'lsa, u bir axloqning doirasidan chiqqan yoki boshqa narsalar bilan qiliblanib berilgan bunday bir ishlar bor masalan. Bu nuqtadan agarda bir narsa kutish to'g'ri kelsa, shundoq odamlarningki, mayli ayollar bo'lsin, mayli erlar bo'lsin, bir ijodiyatchiningki san'at nuqtasidan o'zininki millatining adabiyotini tunutish yo'lida va bir kishilik hassasini qo'shish yo'lida quvvatqonlarga, ijodiyatlarga qalaymaqan til tekkizmasligini kutaman. Shaxsan men bundaq qalaymaqan til tekkizadigan, har xil gaplarni qilgan bunday ishlarni jamiyatda ko'p angladim. Masalan, chuqur biz bir narsa yozsak, shu bir belgilangan bir qilib bor ekan kishilarning kallasida, shuning cho'risi yozishimiz kerak ekan. Buni undan ketsak bo'lmaydi ekanda. Undan ketganki biz boshqaga ketgan bo'lib qoldik ekanmiz. Bunday emas. Adabiyot bunday emas, san'at bunday emas. Biz azroq o'zimizning kallamizni qayta bir etishimiz kerak, dunyo qaytadan qarashimiz kerak ekan adabiyot nuqtasidan. Shuningga mening kutadiganim hech bo'lmagan chog'da yordam qilmasimi bizningki normal bir ijodiyatlarimizga haqorat qilmasa, shuni umid qilaman. Rahmat. Abida kendi ulab deydiganim. Endi siz o'zingizdan kutadiganingiz-chi? Buningdagi ijodiyat hayotingizda. O'zimdan kutadiganlarim haqiqatan cho'ng, ammo kutadiganlarimga faqat yiqilishamadim. Asosiy kutadiganlarimdan biri
bütün his tuyg'ularimni o'zim shu vaqtgacha yashab kelgan bütün his tuyg'ularimni o'z ichiga olgan qisqa bir hajmlik roman yozishni xohlayman. Kalkışkam. Rahmat. Çıkın yazıp çıkın. İnşallah. Yıkılışın. Yine nasıl kip kaldı? İnşallah. Hem de okşar sualını Arzu sizden sorayım. Siz qanday qaraysiz? Mesela abiyam degandek, mesela siz bir Uyg'urni mikrofonunuz taqaqchimi? Uyg'urniki bir adibasi bo'lish, Uyg'ur qizi bo'lish, yani unutib qolmayli bir Uyg'ur onasi bo'lish sifatingiz bilan siz jamiyatdan yakimsa Uyg'urlarimizni nimani kutasiz? Shundaqla o'zingizni nimani kutasiz? Aslında ben abidəyə oxşar işini kütməyəm. Əgər şundaq bir sual oturup düşkən olsa, buna cavab veriş gerek olsa, deydiğinden Uyğur çıparançılığına Uyğur türgün ola, bağlarına Uyğur türgün ola ki, Uyğur ədəbiyyatı yalnız qalmasın ki. Özünüzün kütədiyiniz yox. Özləfdən ki, sıxılım şu başlayan romanını bir tüketəsən bu. Şu başlayan romanını yezip tüketəsən bu. Bana bir gün çık fikirlerini aldık. Bilen. Yani mesela bilmiyorum ayal şairlerden, ayal yazgıçlardan hatırladığım kütürgünüm var. Köpürek proza edebiyatıga, edebi akbarat nesiri bolsun, aştaraklar küçügen bolsun. Çünkü şiirden ağan hasılat bilen prozdan ağan təsirat, onlar hiç has bir oxşumaydı. Eğer biz vətəndəki Lərin avazı bulunu izləyib kırışsaq, ay yolunu tutsaq, bəlkə tizraq bir nəticə erib qalışımız mümkün. Məsələn, Pərət Tursunmu Arıq Qoçunu qancıncı 2004-2003 yazğan, yeni çıxdıq, İngilizce çıxdı və şuna yaxşı bağlağı erişdi. Doğru. Ben oylayman, şu alda bilen şiir yazğanlar, kim prozog gitse, kalemi bek yengil, tilleri yengil, güzel, onu kendinden yaxşı çıqqandaki eserleri de oylayman. Çünkü dan çıqagan yazgıçlarına köpü başta şu bir icadiyatını şiir bilen başlagan genci, şiir yazgan gençlerimi. Amine sizin qanday to'liqlaydiganlaringiz bor? Men yuqoridagi ayol qalamkash hamshiralarga o'xshash xalqimizning ishini kutmayman. Ammo lekin mayli biz kutaylik, kutmaylik, hozir hammamiz bir fidokor bo'lishimiz kerak-ku. Yozganlarimiz fidokor bo'lishi kerak, o'qirmanlarimiz fidokor bo'lishi kerak. Buni men kutmayman, biz kutmaymiz. Shu xalqimiz kutadi. Yo'qolib ketish oldida turayotgan tilimiz kutadi buni. Yo'qolib ketish oldida turayotgan adabiyotimiz kutadi. Shuning uchun hamda azroq fidokor bo'laylik. O'zimizni azroq zo'rlab boqaylik. Hamda pek tushkunlashib ketgan vaqtimizda, pek umidsizlanib ketgan vaqtimizda bo'ldilar degan o'rniga qo'limizni qalamni ilib, yozganligimizni bir jumla bo'lsin, yozib boqaylik, yozolmasak yozganlarnikini o'qib boqaylik. Balkim bizning yozib qo'ygan shu bir jumla so'zlarimiz, bir ko'plet she'rlarimiz kelgusida hamda tilimiz qayergacha bordi, qachongacha bordi, hozir hammamiz bir narsa demaydigan bir holatga kelib qoldik. Shu vaqtlarda bizning qolgan bir ona tilida yozilgan bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa navbatda mush yozilganlarni o'qib olganimiz kelgusida bolalarimizga Uyg'ur tilida hozir o'qiganlarimizni deb beradigan hikoyaga aylantirib, biz kichik ota-onalarimiz ashta kechmishlarini deb beradi-ku, o'tirib olib, opalarimiz masalan. Ashunday bir narsa bo'lib, hozirgi navbatdagi ahvolimizni keyingilarga anlatadigan, ig'zoki anlatadigan bir bayonlar bo'lishi mumkin. Şunlaşqanda shu. Yani desem yana hammamiz yozalaydiganimiz yozaylik, o'qiyalaydiganimiz o'qaylik. Mush orqali bo'lsin, o'zimizdan millatning oldidagi burchimizni azroq bo'lsin, ado qilaylik, o'tib olaylik. Rahmat Amina. Aygül, sizni qo'shimcha qilganlaringiz bormi? Men qo'shimcha qilmayadi. Men shu ko'pchilik deganga o'xshash xalqimdan o'qirmanlarimizdan hech qanday kutmayman. Ammo o'zimga deydiganim, o'zimdan kutadiganim vaqtning ustidan g'olib kelishga tirishaman, ham shuni kutaman. Men vaqtni ketkizib qo'yishdan to'limi ansirayman. Rahmat hammaga. Endi yana bir o'pchi kollektiv, yana bir o'zaro tarog'lashadigan bir tema.
Әмді байны қыдаватымыз, ayol Abdullah qo'shini az nimeler chet elda muajiratda ham bek az o'g'andimi bek az endi. Mushni endi kengaytishda kengaytib mush ovozimizni texmi olishda biz qanday imkonlarimiz bor? Birinci, ben özüm azraq başlap birinci bizde erkinlik var birinci. En muhimi birinci erkinlik var. Şundaq o. Yazımız desek yazalayımız. Hem de bu koşu kengaytishdi mi? Mesela biz özümüz köprek yazsak, özümüz köprek yazız izchillikni saqlash orqali boshqalarga ta'sir qilgani bo'ldi deb qarayman. Endi men odatda bek izlaymanchi, yo'qolib ketsa, birimlarni bir kitob chiqarganlarni yoki bir yerlarda chet el tiliga she'rlar tarjima qilib, asarlar tarjima qilib qolganlarni ko'rsam, tuyg'usizlar menda bir energiya paydo bo'ldi. Hey, men ishim mening cho'ng kutib bordi. Hajab men bir ish qilolmayapman. Ma o'ylagan narsam bor, ajab men yozamayapman deydigan men o'zim bir xil savol qo'yib, o'zimni bunday rag'batlantiradigan bir xil his tuyg'uda kelib qolmanda, iroda kelib qolman. Balkim bu xil holat boshqalarga ham bo'lishi mumkin deb o'ylayman, hamda biz o'xshash bo'lgan ekan. Shunaqqa shu erkinligimizdan foydalanib, izchil yozishga nima qilsak, tirishsak, bir-birimizga texmo Türk olmaz, yardımda olmaz, birbirimizge ilham vermez, deb o'ylayman. Onun kayni şu muşnu özünün yazış orqali biz ovozimizni texmi olta olamiz. Albatta da yozganlarimizni boshqalar uchun yozib atgan bo'lgan ekan, olta olamiz. Men muşnu qo'limizda bor imkoniyatni, ya'ni erkinligimizni erkin yoza oladigan, bir xil erkin tafakkur qila oladigan, erkin yoza oladigan mushu erkinlikni, hurligimizni qadrlashimiz kerak. Deb shu bir gap bilan boshlag'im keldi. Amina, siz qanday qaraysiz? Ovozingiz taqoqchimi? Men endi shu ayol qalamkashlar, ya'ni yozuvchilar qo'shinini kengaytirishda oldi bilan shu yozayotganlar bir-birimizga mehribon bo'lsak, o'zaro hurmat qilsak, bir-birimizni e'tirof qilsak deyman. Ondan başqa endi abaytin deb o'tgandek, vatandan tortib yozayotgan qalmi yaxshi ustozlarimiz, masalan, bugungi Zulayatdek, Gulruhning she'rlarini shunday yaxshi maslangan, Navoiyning she'rlaridek yozdi. Pek yaxshi ko'rmayman o qizning she'rlarini. Ondan başqa Salima Adamdek cho'nglarimizning. Mushta ustozlar amal borligi. Hammamiz shunchalik aldirash chet hayotimizda hech kimning boshqalarni yetaklaydigan, qo'ldan tutib mangdiradigan bekor vaqtimiz yo'q. Ammo shunday bo'lsa-mu, vaqtimizning ichidan vaqt chiqarib mush qalamkashlar, ustozlarimizmi qo'shilsa bizning suhbatlarimizga, bizning yig'ilishlarimizga o'zaro fikr almashtirsak, ulardan o'rgansak, kamiyatlarimizni ulardan to'liqlasak deb o'ylayman. Undan boshqa endi bilishimcha O'rta Osiyoda yozayotgan kirilcha yoki bo'lmasa bizning yangi yoziq deb qo'yilgan latincha yoziqlarda yozayotgan qalamkash ayollar bor. Agar mumkin bo'lsa, bir qatim tek unda bu baxtmidi Uyg'ur ayol qalamkashlarning bir araga kelishichi. Shunday bir faoliyatlarni agar qila olsak, texmi yaqindan naq maydondan birga kelib, o'zaro tunishib, fikr almashtirib, bundan keyin nimalarni yozamiz, qanday yozamiz, hamkorlashib yozg'idek temalar bo'lsa, hamkorlashib yozsak masalan. Deb o'ylayman, shun balkim bizning qo'shilimizni kengaytirishninki bir nimasi bo'lishi mumkin, turi bo'lishi. Yana birisiga hamda shu yosh yozayotgan, yangidan yozishga havas qilayotganlarninki havasini ishchilab yo'q qilib bo'libmi ashlarninki dadillik bilan o'zining yozig'ini bizga ko'rsatadigan bir mehr bilan ashlarga xushqimizni ochsak deb o'ylayman. Mana nurg'un qizlar deydi, masalan, yozgan narsa, men bir shoir emas, shunday bo'lsa nurg'unlar men avatudada ko'rib yiqma bo'ptimi degandek. Shunday yaxshi bo'pti, e'lon qiling desak, boshqalar zonglik qildiki, masalan, to'g'ri yuzlardimi nurg'un vaqtlarda uchratdimiz-chi, boshqalarninki sal yaxshi bo'lmay qolsalar, uningga har xil hajviylashtirib, mazoq qilib degandek. Endi shuni bo'lsa, qilmasak yaxshi yozganlarimiz. Masalan, oldin qatimmi men ittifoq jurnalga bir qizning she'rlarini avatgandim. Raylarda siz dedingizmi, deyman, shunchalik ba'zi she'rlarni shunchalik yaxshi ko'rdim. Aşk kızımı ben şiir yazdı deb o'ylamaydim. Shunchalik tatınıp turib, men hech kim ko'rsatmang deb ishtiq ko'rsatganda, men biroq uni o'nshab tuzab, misralarning egizbasganlarini ham kuchimdan yetishicha qilib,
Aşkızı bir ilham bolup kalsın dep evettim itibak şonulga çıkıptı mesela. Demek oğlum bir fırsat versek bizim başkalarımızca. Çünkü bizim sanımız bek az. Eğer hakiki onda kılıp düşürüp, onçilik yukarı seviyedeler elki yazımız desek, nurgulurumuz çıkıp kalmaz. Tam ergişip yapılamayız, nurgula yapılamaydı mesela. Şolaşqa hem de müşteriyetten ustaz şairler bize dikkat kısa, bize kuyumcan bolsa, köksüqanı kang bolsa, xudelikı bir sınıfta o'qituvchi hem de o'quvchilar qaraganda texim bek jiqjib atati pidakorlik ko'rsatib ishtaq yetaklaydi go endi. Shuningdek, ustoz shoirlar, ustoz qalamkashlar shu yangi yetilayotgan havaskor qalamkashlarga bir fursatlarni berib, ashlarni bir ilhomlantirib qo'ysa, balkim qo'shunimiz texim kengaydi deb o'ylayman. Rahmat sizga. Abida sizning qatadiganlaringiz bormi? Yuqorida boshqa yondashlarimiz fikrlarini bayon qilib o'tdi, men qo'llayman. Mening qaytish to'g'ri kelsa, qattiqligim agar iqtisodiy bir imkoniyat bo'lib qolsa, masalan, proza asarlar yoki ssenariy degandek turlardan hamda maxsus mesela musobaqalarni o'rinlashtirib, uni tanlab degandek shunday ishlarni qilsak, hamda bir odamningki har qanday bir odamning tabiatida bir xil tugib oladigan bir xil tabiati bor-ku. Shunday qilish orqali hamma odamningki qiziqarligini yuqori ko'targil bo'ldi. Masalan, bu yilqi hadiyada masalan u jiq narsa bir narsa talab qilmaymiz masalan, lekin u yilq o'zining xarakteri bilan u chog'dagi hadiya degan bu boshqa bir narsa bo'ldi-ku odamning ro'yatiga nisbatan. Shunday ishlar o'rinlashtirilib turilsa, menimcha texmi vakilligi, qizg'inligimiz yuqori ko'tarilib, bizningki ayol yozuvchilarning sonimizning ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Aygul sizce? Ovozim chiqatamdi? Ha. Mening o'ylashimda hammamiz turayotgan sharoitimizda azroq bo'lsa imkon bor bir ish borki. Ya'ni kelib mening ko'z tushimda mening atrofimda masalan Suyungul opay bor-da, peshqadamlarimizdan. Ondan men boshlang'ich kirmagan vaqtda bizning eshikning oldidan bir qor sumkasini ko'tarib, u ham bu ham o'tadigan bir muallim bo'ldigan. Keyin cho'ng bo'lgandan keyin u muallimning shu men boshlang'ishda o'qiganda, boshlang'ich kirmaganda bir boshlang'ich maktabning xeyli kuchli adabiyot o'qituvchisi, peshqadam adabiyot o'qituvchisi ekanligini anglaganda, keyin ta'lim menga kelganda bu o'qituvchini uchratdim. Uchratgan vaqtida bu o'qituvchidagi shu Uyg'ur tilini saqlab qolish bek burun ketdiki, uning ballarning adabiy tilni saqlab qolish nimasiga qarab, men shuni o'yladimki, hammamizning atrofimizda ana shunday qilib biz texi to'liq tunib bo'lmagan peshqadamlarimiz bor. Peshqadamlar degan odatda biz uchun aytgan chog'da o'tkinchi narsa emas, u pishqan qadam deb qarayman. Unda bo'lgankan bizning ulardan o'rganadigan, bizning ulardan ilhom oladigan, ular orqali bir harakatga keladigan bir sharoit bek muhim ekan-ku. Bo'libmi shu muhojiratda bizga harakatlantirgich kuchni o'zimiz boshqa yerdan topolmaganda, ana shunday peshqadamlarimizni ko'proq yo'qlasak, bugungidek shunday programmalarda bo'lsa, shuningdek bir peshqadamlarimizmi o'rin olsa, shularni masalan mening sharoitim yor beradi, ammo vaqt to'g'ri kelmay qoldi. Agar shu peshqadam o'qituvchini yinimga akilib bir kuni billi ekranga chiqib, shunday parang qilgan bo'lsamchi degan bugun yo'ldagi shularni o'ylab ketdim. Endi men o'ylaymanki, muhojiratdagi peshqadamlar biz uchun bir tepilg'usiz guhar. Bayam deganimdek men vaqtni ketkizib qo'yishdan asrayman dedim. Albatta peshqadamlarimiz biz uchun berilgan minut, sekund deb qarayman. Shunda bo'lgankan men ko'proq shu peshqadamlarni asos qilishni, peshqadamlarning shu yoshlarni ko'proq yetaklashini ham yoshlarga yaqindan endi nima deymiz, ko'proq yaqinda bo'lishini, bo'libmi biz yoshlarningki peshqadamlarni butunlay o'tkinchi yoki bo'lmasa o'tgan davrga tava qilatmasligini umid qilaman. Rahmat. Sizga rahmat. Arzu sizce? Siz qanday sizning fikrlaringiz bor?
Mening bayat yaqin sualga cevap oylayotgandim. Mening oylagan narsa ballar edebiyatı bo'ldi biraz. Mesela Türkiye'de, başka yerlerde, Norveç'de Uygur ana til mektepleri kuruluyordu. Şu ballarını edebi tilga ega qilish uchun shularning kalısıga layık, shularning eg'iziga layık bir ballar edebiyatı yazganlarni, ballar hikoyalari olsun, ballar qo'shiqlari olsun, shularni ko'proq qo'llab bersak. Üstüdeki bayit yakı deganlarning hammasini qo'shilma, hamma ularning fikri shundoq to'g'ri va joyida bo'ldi va qo'shib qo'yganim shu ballar edebiyati haqida. Vallahi için nesle yazılsa deysiz de. Bunlar için mesela şiirler, qo'shiqlar olsun, hikayeler olsun, bunlar nesle yazılsa, ularni Uyg'urchadan o'zining ana tilidan bir narsani o'qigandan keyin adabiy tili ham yaxshi yetildi. Menimcha bu ishlarni qilayotganlar va siz aytasiz degandek xandaşlar yaxshi qilib beryotdi, to'tiqloqda ballar jurnal chiqadi. Abida siz balkim o ishlarni qilyapsiz deb bilmayman. Mushlar bakroq yordam qilsak, mushlarni ko'proq müşterek kuch chiqarsak. Rahmat. Arzu shu gapingiz uchun qatnashib anglayotganlardan bu belgilar katta, sizga gullar katta. Rahmat. Ballar adabiyoti tashnab qilayotgan bir tema. Men shunday qarayman, endi mening boshqa orzuyim bor. Ballar uchun ballarimiz nima ish qilib yozmaymiz, biz özümüz bilan tugmaydi, ballarga qildigan ishlar bu. Uning uchun ballarning hozirdan tortib yoshlarga havisi, gençlarga bir ishtiyoq bo'lish uchun ballar adabiyoti bo'lishi kerak. Hozirdan tortib ballar shu narsa kirish kerak. Ballarning narsasi yo'q, nimishga yozmaymiz deb yozayotganlar rost bor, lekin yetarli emas u. Bir qancha barmoq bilan sanaladigan bir qanchalar bor, amdayliqim bir ballarga bir ko'ngliga uyib qolgandek isil yozilayotgan da ballar adabiyotga oid narsa, hech narsa yo'q deb qaraman men shaxsan. Bu biroz bir bo'shliq. Texi ballar adabiyot bilan ayol Abdulla ko'proq shug'ullansa, texim yaxshi bo'larmidi deyman. Masalan, biz ballarga texim yaqin bo'lgan ekan, ballar bilan araliqimiz bek yaqin. Uni biqib chet eldimi ana til ishlar bilan shug'ullanayotganlar, asosan shu onaning tili bo'lgan kishi onalar, ayollar ekan. Şunlaşqa ballar adabiyotimi biz tashlab qo'ymasak, biz ib boradigan muhim ishlarning biri deb o'ylayman. Bilmayman, birdan 2 soat to'shib ketibdi, 2 soat o'tkazib ketdik. Shundoq bir ko'ngillik, erkin, ozoda paranglashdik deb o'ylayman. Har xil temalar paranglashdik, har xil taraflar bilan paranglashdik. Endi xalqimizning haqiqatan boya sizlar dedinglar, xalqimda ishni kutmayman dedinglar. Men u gaplaringlarga hurmat qilaman, lekin kutmaymiz desak bo'lmaydi. Menimcha yana kutishimiz kerak deb o'ylayman endi. Chunki bu ular bizning kutyapti emasmi? Ular bizning kutyapti, albatta. Ular bizning kutgandan keyin biz ulardan kutamiz. O kutish, mening davatgan kutish tarafim endi biz ulardan bizni iqtisod bilan manda qilinglar, bir kitoblarimizni chiqarib beringlar, yoki musulmon ishlarimizni manda qilib beringlar degan narsa emas. Masalan, hech bo'lmaganda qilgan, biz yozgan asarlar, yozgan narsalarimizni ko'rsa, manda qilib ruhimizni tushiradigan, yoki bizning g'ururimizga tegadigan gap so'zlarni qilmay, hech bo'lmagan chog'da sukut qilish, hech bo'lmagan sukut qilish, hurmat bildirish. Hurmat bildirilmagan holatda sukut qilishni tanlasamdi. Bizning kutgan umidlari ularning birsiniki nimasi ichilib qoldi, Amina sizniki nima bo'lib qoldi? Ha, tamam. Hech bo'lmagan, masalan, boydagi gapimiz nima qilib qoldi. Masalan, bizning kutgan umidlari voy bular qanchalik yozadi, saviyasi pek oddi, xalqaro saviyalarda dunyo saviyalari ko'tarilmadi, saviyasi asarlarimizning to'van degan ekan, bizni ular ham umid kutyapti degan gap. Uni ko'tarish uchun bizni dodillik bo'lish kerak. Dodillik bo'lish uchun biz shu narsalarimizni ko'rsatadigan bir so'rinimiz bo'lish kerak. Şey qo'ygan narsalarımizga yoki qo'ysak, ba'zi inchik, masalan, his-tuyg'ularimiz ifodalangan asarlar kelgan chog'da bizni shu asarni asar ustida gap bo'linmay, uningga asar mayaqib qilib, shaxsiy shuni yozgan odam ustida gap bo'lgan ahvolni aytib, mana shu ishlardimi bizga hurmat bildirsa, bizning bundaq kichkina o'zimizni ichib
erkin azada qalamni erkin qo'yib yozishlarimizga bir fursatlarni bersa deb men shuni umid qilman. Shulardan kutdim men buni shunday bo'lsa deyman. Shu vaqtida u bizga ilhom bo'ldi. Masalan, bizni ilhomlantirsa, dadil fikr qilishga, dadil his tuyg'u, u inson his tuyg'ularni yozish, u bor narsa, u ayıplaydigan narsa emaski u. Aslida shunday bo'lishi kerakda. U bor narsa, Alloh bizga bergan narsa u. Uni yozish, uni ko'zitish xijil bo'lgan narsa emas amaliyotda. Erlar yozsa, erlar qilsa xijillik yo'q, ayollar qilsa ayib bo'lamdi. Muştaq narsalarda ularni to'g'ri tushunsa, bizlarning kitoblarimiz u bu bo'lgan narsalar kitobni bostirib bersin demdik, kitoblarni setib olib, masalan, uylarda saqlab qo'ysa, men yaqinda birisining uyiga, bir davlat birisining uyiga berib qolgandim. Shu yerda mush aramizga Abidaning bir parcha kitobini ko'rdim, uyida ishkada ko'rdim. Menikini qo'qibga ajoyib ishingizga bir xo'shlik kirib ketgan, u bir azam bir kitob. Lekin shu yerda xalqning uyida ko'rsangiz, u tuyg'uni ifodalamak ajoyib bo'ldi ekanda. Men yenim sevagandim, bir tane beraman debchi. Shundoq bir yalnız bo'ldim. Men Turkiyaga borganda olgandim deganda ishimdan tegib qo'shib ketdim. Shuna optidan ma kitobni men beraman deb o'ylagandim deb. Men akagandim sizga deb qilsam, voy, u to'dan men olmasam qanday bo'ldi kitobni deb ilhomlantirib ketdi. Endi bizning kutadiganimiz shunchalik. Endi mushtaqiyatlarni biz kutamiz. Endi xalqimiz bizdan shunday ko'p narsalarni kutadi. Undaq qilsa, texmo bizning ovozimizni yetkazsa, zulmlarni anglatsa, bizning vatandagi onalarimizning, ayollarimizning zulm chekayotganlarning ovozi bo'lsa deb zo'r umidlarni kutadi. Qo'limizdan kelishimiz, shunday yaxshi fikrlarni, yaxshi o'zinglarning o'ylaganlaringlarni dadillik bilan yaxshi o'tirib qo'ydinglar. Hamma gaplaringlar bir-biridan qimmatli. Yani bundan keyin yana müştaq suhbatlarni o'tkazishga yana fursatlarimiz bor. Balkim bu darliqqa yana nima qilib qolsak, texmo boya ba'zanlar o'tirib qo'ydinglar, nimalarni proz yozganlarni, yozayotganlarni taklif qilib, adabiyot axborot yozayotganlarni taklif qilib, yoki misol shu adabiyot tadqiqoti bilan shug'ullanayotganlar bor. Bizlar tadqiqot bilan shug'ullanmaymiz. Ashundaqlarni taklif qilib, balkim bir temalar ustida texmo cho'nqaroq o'tkazishimiz mumkin. Bugun tunji qaytamishni o'tkazishimiz, shunaqa ba'zi narsalar ko'zlagan maqsadlarga yetmay qolgan taraflarimiz bo'lishi mumkin. Shuningdek, endi men o'ylayman, yaxshi undan bir suhbat bo'ldi. Aktim azada yaxshi paranglashib deb qarayman. Hammanglarniki qalamlaringlarga, ijodiyatlaringlarga tuqlan tilayman. Tanlaringlar sog' bo'lsin, o'zinglarni asranglar. Bay o'tirib qo'ydinglar. Hammanglar bir qatimda. Assalomu alaykum, Aylada. Oh. Xo'shlashishdan burun Abduli Tursun akamiz qo'lni ko'tardi bayam. Akamiz savolni so'rashdan burun meningki bir 3 tal savolim bor. Men oxirida bir savol javob nimasi bo'ladi deb o'ylagandim, shuni saqlab qoldim. Birinchi savolim Arzu Eminga. Arzuni men vatandan boshlab tugidek bilaman. Birinchisi Arzu vatanda 2012dan burun bo'lsin va yoki keyingi avangard shoirlarniki nimasida bo'lsin, har vaqt oldin qatordagi yozuvchilarning birisi bo'lib kelgan. Vatandimi to'r yuzida g'am ko'z taxallusi bilan hikoyalarni yozadi burun. Vatanda tuzilgan avangard shoirlarning to'plami, undan keyin Shoib Abdusalom Nurbek tuzgan Kuyayotgan bug'doy va uningki xitoychisi Ranshaudu Manye shundoq bir kitob. O'shandimi Arzuniki 15 tak she'ri bor. She'r yaraligi chet el tuzilgan chog'da Uyg'ur she'rlar to'plami, tilsiz qushlar bo'lsin, hammasi degidek Arzu she'rlari yaralganimdi. O'rin berilgan. Ammo Arzu 2018dan keyin asosan ijodiyat bilan shug'ullanmadi. Men eng qalami kuchli qizlarningki birisi deb qarayman, hamda o'zini hurmatlayman. Nimishqa ijodiyat bilan shug'ullanmaydi? Chet elda ayol shoirlar yoki ayol yozuvchilar qo'shinining oz bo'lishiga qaramay, shundoq yozish kerak bo'lgan bir davrda nimishqa sukut turib oldi? Nimishqa yozmaydi, ya'ni ijodiyat bilan shug'ullanmaydi? Buningga javob bergan bo'lsa deb umid qilaman. Rahmat. Yaxshimisiz, qanday ahvolingiz? Bu savolni meni qiynab qo'yishdan so'rabsiz.
Çak koydum. Bayatımın grupta muşuna okşap gidigan, sizden sualınız okşap gidigan bir sual düşkendi. Yeni bir sual rayladığımızı sordu bizden. Muşu ayalla öyünün mesuliyeti, cemiyetten hem işten mesuliyetini çıkıp giyinmiş edebiyatta ya ki yazıqçılığına qandaq vaqt çıqıralaysa bunu qandaq hal qılsa deb. O sual bana soralmadı. Alınca sizin sualınıza ben hoşlanılan cevap vereyim. Ben hal qılanmadım. Ben çetelge çıkıp o kirib universitet okuvatqan vaqtlarda hem işler yaxşı ketiyotqanlarda mening yazıqçılığımı yaxşı ketiyotqan. Keyin bizning öydekilerden hemmisini kirib ketgandan keyin mening hech qanday xabarim bo'lmagandan keyin men bek qiyin kunlarni yaşadım. Faqat psixologiyada qiyin kunlarni, boshqa jihatdan shunday yaxshi. Ve o qiyin kunlarda mening ne kitobga, ne bir qalamga yoki boshqa bir narsaga qarab o'tirib, bir zehnimni yig'ib 10 minut bir narsa yozgudek energiyam qolmagandi, to'g'risi. Ben şu sebepten yazamadım. Ondan keyin hem işler cayığa düşken, yani cayığa düşmedi o biraz yoluğa kevatkan vaqtida yazışqa başladım. Lekin yazgan nesrim bundan keyin prozu üstüde buldu. Prozu yazmam bundan keyin. Hikaye, post, yoki roman şunun üstüge işlevotdim. Lekin birisiga evetmedim, birisiga ko'rsatmadim, çünkü hech qaysi bitmedi. Ve şiirden ben burun şiir yazgan vaqtimki özümü yoktub koydum şu aralıkta. Tushundim. Rahmat. İkinci sualım Aygül Hedem'ge buludu. Aygül Hedem chet elde şu to'xtatmay şiir yazıvatkan bir şairlerden birisi. Yaxşı yazsın yoki yazganları ba'zilariga nisbatan nachar bo'lsin, u ayrim bir tema. Ama bayan bir sözünü qildi Aygül Hedem. Bu şiir isyankarlık talep qildi. Şiir şu nima bo'ladi deb. Burunqi shoirlarning temasi asosliq shu isyon nimaga qarta bo'lingan deb. Men shuni so'rashni o'ylayapman hozir. Aygül Hedem'ninki devatqani şiirdeki temada şiiri temininki vatan haqqida bo'lishimi yoki ata-ona haqqida bo'lishimi tema doirasiga qarshi devatgan bir gapmi yoki şiirninki ro'yitiga qarshi deyilayotgan gap? Agar şiirning ro'yi qarshi deyilayotgan gap bo'lsa, şiir dunyosida bir uchta isyonkor shoir bor deb qaraladi. Birincisi Mansur Yavaş, ikincisi Elçin Navayi, üçüncüsü Şah Meşirep. Bularni isyonkor deymiz. Bu isyon meyli Tanrıga qilinsin, inson qilmay xitob bo'lsin. Bu isyonkorlik bo'ldi. Endi zolimga qarshi isyonkorlik yoki vatan temasidagi zulmga qarshi isyonkorlik bo'lsin yoki ota-ona tema qilingan she'rlar bo'lsin, sig'inish, hasrat, hijron tema qilingan she'rlar bo'lsin. Bular şiirning tema doirasiga qo'yilgan mazmunlar. Mushi haqda ikkisini aralashtirib qo'yib deyatamdi yoki qaysini ko'zda tutmoqchi Aygül Hedem? Mening bu yerda ko'zda tutadiganim ishki ruhiy jihatga isyonda. Mayli u bir ayol kishiningki o'zining ayollik tarafdan tasvirlab chiqargan bir she'r bo'lsin yoki bo'lmasa hozirgi sharoitda o'zining ro'yitiga eng ta'sir qilgan. Bu hozirgi vaqtda bizga ta'sir qilayotgan narsa umumyuzlikmi bor, ayrimmi bor. Mayli qaysi nuqtada bo'lsin, mening ko'zda tutganim faqat ro'yat, ichidan chiqqan bir nimani ko'zda tutyapman. Bu yerdagi isyon bir temaga qartilgan emas. Tushundim. Üçüncü sualım şu. Bayan ko'pincha so'raldi bu savol. Raylarda hammalardan gidek so'radi. Vatan sirtida ailening g'ami, bolalar va yoki boshqa sabablar, turli sabablar tufaylidan yaxshi ijodiyatlar elib kelishga ayollarga
nima bo'lmayotidi degandek xulosalandi. Buni vatandagi shoir, yozuvchi, adibalardan misol keltirib qilsak, Chimangul Avut bo'lsin, Aysima Idris, Xolida Isroil, Aymnisa Sulayman deydigan vatandan shu eng yetishib chiqayotgan Gulnisa Aymin masalan. Shular bo'lsin, hammasi o'z xizmatida tirishchan, oilada ana shundoq yozuvchi shoirlar edi. Ammo shularmi shu oldirashchilik ichidan vaqt chiqarib Chimangul Avut bo'lsin, nurg'ulg'an kitoblar va minglab she'rlar e'lon qilingan shundoq bir tirishchan ayol edi. Nimishqa chet elda uningdanmi azodi, uningdanmi bir xil rohatroq turmush qotirib, nimishqa ko'plagan temalarda ayol shoirlar yoki yozuvchilar nimishqa ko'plagan temalarda asar e'lon qilmaydi. Sahna desak, bayamni deb o'tdingiz, Facebookda bu yerda e'lon qilindi deb. İzdiniş var. Elbette g'ulg'ulisi yo'q, ammo xotira sifatida yoki besilg'a holat qoldigan ashunda az bo'lsin bir tal matbuotimiz bor. Murat Orxon har vaqt izlaydi, asar izlaydi, asar beradigan odamlar az. Shunga nimishqa chet elda biroz erkinroq sharoit bo'tirib, nimishqalikqa nimalar yozilmaydi. Ayol shoirlar yoki yozuvchilar. Birisini sordingizmi yo ixtiyoriymi? Anladım. Qaysini xohlasanglar. Shu menimki savolim tugadi, rahmat. Birovlar deymizlar, qaysini so'zlaysiz? Men javob beraymi? Aslında bu sualın cevabını bayaqdan abiləmi deb ötdü. En vətəndən ayrılğandan yoki məsələn şəraitində ıslahat cəhətdən bolsun, başqa cəhətdən bolsun, bək yaxşı olub ketgan bo'lishi mumkin bəzilərimizin toxum nachar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin eng muhimsi psixologiyalik sebep. Hammamizning o'xshash bir dardimiz var, psixologik bir dardimiz var. Yana birisi biz tug'ilib o'sgan yerimizda emas. Biz hammamiz ikkinchi bir yerda, hamma narsani noldan boshlaydigan, hamma ishni yangidan boshlaydigan bir boshlang'ich bir seviyaga kelib, anda aşağıdan tirishib izlanayotganlar. Muşuz bek ağır keldi insan. Mesela bir alma köçünün özünün ösken tuproqdan elib başqa bir yer köçürüb qoysa yaxşı tutmagandek, bizning bir başqa yer köçürüb qoydu hazır bizni təqdir və bizim bu yerdə qanday tutmasını, meyve veriş verməsini bilməy tək muş tuproq könüb olamayotuz. Biz muşu basqışda bolğanlığımız üçün hazır ədəbiyyatımızdan əhvali muşinçilik. Rahmat Arzu. Men bir gap qilib baqayan. Lekin bu hozir olimlar qo'ygan bu savolni boya biz bu parcha savollarning orasida menimcha uzluksiz takrorlanib turdi deb qarayman. Lekin bu haqiqatan bek muhim savol bu savol. Shaxsan menning vatandan ayrilib 10 yil men hech nima yozmadim. Faqatlam yozib boqmabman desam bo'ldi-da. Keyin Arzu siz zulm ig'irlashganini qalam tashlabsiz, vatandagi aloqalar uzilib Beklam nima bo'lib ketgan vaqtimda 2018-ni tortib men qaytadan ashtar yozish qilib yan qalamni qo'limga oldimda. Endi shu nima sababdan men mana javobga bak qiziqdim. Chunki atrofimda mushtaq men bildigan nurg'un vatanda yaxshi qalami yaxshi pishgan yaxshi mayli erlar bo'lsin, yozuvchi shoirlarniki misrda yashayotganlarning hech nima yozmaydiganligini tashlab etganligini men ko'zim bilan ko'rdim, shohid bo'ldim-da. Oshlar qarab men o'zim tasalli bergan mushlar tashlab etibdi, hech nima yozmaydi deb ko'nglimni ashta xo'sh qilganman. Mana o'ylab qanday fojia bu nimadiki. Lekin keyinlab tuyuqsiz endi xuddi men o'zimning qimmatlik bir nimamni o'zim xohlab turib bir yerga tashlab qo'ygan yoki bo'lmasa bir yerga muhtirib qo'ygandek bir xil tuyg'u kelib qolganman. Shu ashni oldim, lekin yozaman deb o'ylasammi yozolmayman. Qilay desammi qilolmayman. Nimani yozib, nimani qo'yishni, qayerdan boshlashni yoki bo'lmasa o'tirib shunday bir uzukchilik 10 yil ichida qalamni degan yezib so'ng pichoq o'xshash chaqlisi ishtik bo'lgan o'xshash qalamni yezib so'ng ishtik bo'lgan narsaga yozmagan ekan, qayta boshlamoq ashta shunday qiyin bo'ldi ekan. Endi buning sabablarining birisi shu, ya'ni yot bir tuproqqa
köşkəndən keyin insan siz degəngə oxşaş əy bulamdı, bulmamdı. Onu əy qilish üçün su, quyosh nuri, yana nurg'un ona kerak narsalar bor. Shu narsa yetarli bizga o'zingizga olamizsangiz uni uzun vaqt ketadi ekanda shu yerda bo'lishga. Shundoq xizmat deysiz, til o'rganish deysiz, atrofdagi yangi muhitlar bular shundoq. Siz bilib bilmay sizning nurg'un vaqtingizni olib ketadi ekan. Endi men o'ylayman, endi burungi vaqtda qaraganda hozir yaxshi. Endi mayli zulm vatan ig'irlashib ketgan bo'lsin, burungi vaqtlarda vatan bilan mustaqillik biz hozirgidek internet vositalari hozirgidek bo'lmagandan keyin burun biz vatandagi adabiyotning ahvolini biz bak keng biladiq bu yerda. Bir maxsus to'rbatlarning ichiga kirib uylar kelib kompyuterlarda o'tirib kirib ko'rib bir bilan aqtirib o'qimasa hozirgidek telefonlar orqali kirib nima bo'lyapti, nima aytyapti, adabiyotlar nerdan ketib bordi, dunyo adabiyoti nerdan ketib bordi, vatan adabiyotining ahvoli qanday bo'lyapti degan narsalardan biz bak kechikib xabar topatdik. Bu narsalarmi odamniki odamga qon beradigan bir taraflar ekanda, bu narsalardan biz bir mazgil ayrilgan. Shaxsan men ashta ayrilgandim. Keyin asta-asta onikan agar inson o'zida u narsa bo'lsa, shu muhabbat haqiqatan ashtaq narsa bo'lsa, u insonni jim turg'izmaydi. Baribir mehtir qo'ygan yeringizni o'zingiz ashni ilib qo'lingiz ommaga bo'ldi qilmaysiz. Ashta bo'ldiki. Endi shu ko'p xil iqtisodiy omil va deganlarim yana siz davatgandek nurg'unlar mana psixik jihatdagi mana ig'ir ketib qolishdan chiqolmaydi nurg'unlar. Hech kim qo'shaqmaydi. Yezish qo'shaqmaydi, o'ylaydi, qo'shaqmaydi emas, ashtaga yakmas jur'at yo'q ashta qildiganga. Ashta sabablarni deb o'ylayman men Olmijon. Bo'ldi. Tushundim, rahmat. Men bu haqda azroq deb baxsam, meningki o'xshamaydigan yana bir qarashim turmush jihatda. Masalan, ayol biz insoniyatdamdi, erlar ayollarga tayindu, ayollar erlarga tayindu. Unda bo'lganken umumyuzlik ruhiy jihatdan zarbaga uchrayotgan, ig'ir zarbani tatayotgan ayollar o'rtaq bo'lyapmiz hozir. Unda bo'lganken biz azaldan o'zimizning yenimizda to'rik deb, o'zimizning yo'lanchiga deb o'ylagan erlarimiz bizga qaraganda bekerak ümidsizlik cho'kkan holatdagi mushundaq sharoitda ayollarniki butunlay umid bilan yoki bo'lmasa his tuyg'ular bilan undaq jangvar bo'lib ketanmasligining sababi shu bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Buning uchun bayam rayladam degandek biz talab qilmaymiz emas, talab qilsak bo'ldi ekan, talab qilish tegishli bo'lgan bir nuqta ekan. Erlar cho'qim er bo'lgandan keyin endi biz umidsizlangan vaqtimizda bizdan daqiqa yoki bir chekitchilik yuqori o'rindagi bir xil umidda turishini har qancha besim, har qancha nim bo'lgandimi o'zininki bir bizdan yanalan bir yo'laklik bir nimasi borligini, roli borligini unutib qolsa, balkim ayollarmi bundan keyin mayli adabiyotda bo'lsin yoki boshqa sohalarda bo'lsin, uzluksiz shunday olg'a ilgarilaydigan rolni to'liq joriy qildira oladi deb o'ylayman. Agar mening gapim xato bo'lsa, ko'ngilga degandek. Yo'q, to'g'ri xato degan gap yo'q. Rahmat Oygul. Oldimcha yana savollar bormi? Bayam bir akamiz qo'lni ko'taryapti ekan, qarasam. Abduvali Tursun akamiz qo'lni ko'taryapti. Savoli bo'lsa so'rasa, bo'lmasa boshqa savol yo'q. Lekin to'rdoshlardan hozir ko'rayotganlardan bir qanchasi shu bolalar adabiyotga texmo kuch chiqargan bo'lsa, chunki bolalarda yetarlik o'qiydigan materiallar yo'q, oz deb shunday taklif beribdi. Undan boshqa yana bir qarindishimiz Erkinasi radiosidan Musa Aslantash degan akamiz ekan. Mushuni radioga bermoqchi ekan, lekin ovozim yoki surtim e'lon qilinmasin deydigan shu suhbat qatnashuvchilardan ovozim va surtim e'lon qilinmasin deydiganlar bo'lsa, eskartib qo'ysa, e'lon qilmaydi ekan. Qanday qaraysizlar?
Arslan Efendi az önce mağmi yazıp ekan. Şu men söhbet qilgandan o'tiray deb degandim. Mayada so'rab texmi yaxshi bo'libdi. Şahsen benim fikrim yok, ben abidem. Benim fikrim yok. Benim fikrim yok. Mam bunu Endi bunu qanday beradigan? Mesela yani so'rab Fikrim yok. Alımcan qanday shaklda berdi? Buni masalan ismi yoki ovozi bilinmaydi desam, ishdan foydalanib ishlamda programmani Xabar holati berdi shu. Mundaq temalarsiz to'xtatildi, falani mundaq dedi deganga o'xshash. fikrim yo'q undaqda meni ama. Shu. Mayada bir sonimiz pek anlatıl o'qitishda, materiallarni tayyorlashda sizlarning rolinglar bo'lsa degandek bekcha uçurlarni shu mazmun uçurlarni yo'lladi deymi, Alimjon? Shunday uçurlar men de hozir o'qibdiman. Shuni men shunga o'zimningki o'ylaganim bo'yicha bir javob beray deb o'yladim masalimga. Mening bilishimcha hozirgacha birat ana til maktabi yoki birat ana til o'qituvchisi bizning yozuvchilar uyushmasiga biz bunda bir dars kitob tayyorlaydik. Sizlarningki shu yozuvchilar bizga bir hamkorlashgan bo'lsanglar darslik tuzishimizga deb baxmidi deb bilaman. Chunki men yozuvchilar jamiyatining mushayatlar a'zo to'pida bo'lg'ashqa unda bir uçurlar kelgan bo'lsa, cho'qim mening xabarim bo'ladi. Hozirgacha unda bir talablarni biz topshirib olmadik. Chunki har bir ana til maktab o'z oldiga darslik tuzib, masalan, bir maktabni tuzgan ilpasini anladıysa, yana bir ana til maktabi ishlatmay, uni o'z oldiga tuzib qilayotgan bir sharoitni bir vaziyatda endi biz bir yakilib bilan bir darslik tuzsak, uni kimlar ishlatadi, qanchalik unum bo'ldi, uni biz bir narsa deyolmaymiz. Endi shu ana til maktablar bir sistemlashib, muşlar bir arıq kelib aldı bilan sistemlashgandan keyin o'rtaq bir darslik programma tuzib chiqish plani bo'lsa, ondan keyin bizning shu yozuvchilar jamiyatidagilar bilan aloqalashsa, cho'qim jamiyatdagilar ustoz yozuvchilarimiz bunga aktiv ovoz qo'shadi deb o'ylayman. Shaxsan men nima ish qila olsam, qo'limdan kelguncha bu xil darslik tuzish masalan ishlarda qanchalik bir ish qila olsam, men qilib beralayman va boshqa ustoz yozuvchilarni cho'qim qilib beralay deb o'ylayman. Buningda bizning avangard bo'lmasligimiz emas, bizga texunda talab kelmaganlikdan balkim hozirgacha o taraflarda rolimizni joriy qildiramagan bo'lishimiz mumkin. Men bir gap qilib qo'yay. Agar men gapni ham xato tushunib oldimmi, bundaq bolalar uchun bir ilmiy tuzilgan ishlar meni yozuvchilar uyushmasi bilan munosabatsiz deyman. Uni qilayotganlar u ayrim bir grupa, ayrim bir nima bor. Agar yozuvchilar uyushmasidan bular bolalar haqida kutish to'g'ri kelsa, bolalar adabiyoti haqida shug'ullanishimizni küsü bo'ldi. Mesela adabiyotga oid asarlarni, bolalar uchun yozgan asarlarni küsü bo'ldi. U haqida ko'p nimalarda bo'ldik, suhbatlarda bo'ldik. Ulardan javob chiqdi deymiz. Bir ikki yig'iz gap qilay. 2 yilning oldida Uyg'ur akademiyasidan Qarmoqdagi Uyg'ur ana til komiteti bir yig'inda shu darslik programmasini qaytadan tuzish, ya'ni butun ana til maktablariga umumlashgan bir darslik tuzish to'g'riliq bir yig'in bo'lgan. Shundan keyin shu bizning yozuvchilar uyushmasidagi a'zolarining ichidan bor a'zolar shu ana til darslik tuzish gruppasida darslik tuzayotgan. İnşallah bu darsliklarni patiqanli xalqimiz bilan uchrashadi inshaalloh. Rahmat beyga uçurumuzga. Şu abim Abdüveli'nin sualı battıke degan to'siq kitib qoldi-da Abdüveli. Men yozib qo'yganmisin bo'ptike. Evet. İşte başqa suallarım yo'qkan men qarab baqdim meyaga. Olimjonning savollariga javoblarni berib bo'ldi. Bunda olsa rüptümüzde bir şey ayaklaştıraylı. Hemmanglarga yana bir qaytam rahmat. Hemmanglarniki tenanglarga saqlıq tilayman. Qalamlaringlarga baraka tilayman. Siyalarimiz qurib qolmasin. Bir-birimizning qalamlarini bir-birimizning siyalari bilan siyalarni ishchirib turayli. Bir-birimizga kim deganda ko'ynayli, yordamda bo'layli. Yana shunday faoliyatlarni o'tkazib turmiz. Söhbetler bo'lib turdi. Hemmanglarniki
Hammalarniki bugungi bu suhbatga qatnashib, aktiv fikr, suhbatlar bo'g'ininglarga ko'p rahmat. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'linglar, sevimli qizlar. Xo'sh. Sizga rahmat.